Assalomu alaykum, men Mirzoman. Endi Stephen King romani asosida suratga olingan odamlarni qo'rquvdan oziqlanadigan ya'ni Pennywise dunyosiga nazar tashlaymiz. Bunda 21-asrda suratga olingan to'liq franshiza 2017-19-yillardagi birinchi va ikkinchi bo'limlar va albatta yaqinda taqdim etilgan franshizaning davomi, ya'ni Derega xush kelibsiz serialini ham ko'rib chiqamiz. Ular bir-biriga bog'liq bo'lgani uchun shunday qilishga qaror qildim. Boshqa seriallarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi seriallar muhokamasi va ma'lumotlar esa Telegram kanalida bo'ladi. Qani unda boshladik. Birinchi bo'lim. Aka-uka Dembroular, Bill va Jorjilar bilan boshlaymiz. Ko'chada yomg'ir bo'lgani uchun Jorji Billdan kema yasab berishni so'raydi va bu yerda Billni gapirishida nuqson borligini ham payqashimiz mumkin. Ты же видел, как меня рвало утром через nос. Bill kemasi uchun ukasiga yerto'ladan parafin olib kelishni so'raydi. U fonarik bilan tushadi va u yerda nimadandir qo'rqib bo'lsa ham parafinni olib keladi. Bill kemani tayyorlab beradi va Jorji unga rahmat aytib, kemani jo'natish uchun ketadi. Ko'chaga chiqib kemani suvga oqizadi va ketidan yugura boshlaydi. Yo'lda bir Billga urilib yiqiladi va shuning evaziga kemani qo'ldan chiqarib yer osti quvurlariga tushib ketishiga sabab bo'ladi. U yerga borib qarab turganida Pennywise chiqadi va kemasini ko'rsatadi. Jorji begonalar bilan gaplashishni xohlamagani uchun u o'zini tanishtiradi. Pennywise, tansuющий клоун. Shu yerdagi uydan chiqqan bir ayol uni ko'radi. Pennywise o'zini sirka bilan birga yerto'laga kirishganini aytib, Jorjini qiziqtirishni uddalaydi va u ketishni xohlaganida kemasini berishni aytadi. Jorji uni olish uchun qo'lini teshikka suqadi va Pennywise uni qo'lini tishlab uzib oladi. Qochishga uringanda esa o'zini ham tortib ketadi. Haligi ayol esa u yerdagi qonni ko'rib qoladi. Keyin yana bir qahramonimiz Maytni yoniga o'tamiz va unga amakisi qo'llariga rahmi kelgani uchun motivatsiya berganini ko'ramiz. Если ты будешь сопли жевать, кто-то другой сделает этот выбор за тебя. Ya'ni u otasini yo'qotgan va yosh bo'lsa ham mehnat orqali kun ko'rishga majbur ekanini ko'ramiz. Keyin maktabdan yozgi ta'tilga chiqayotgan boshqa qahramonlarimiz Richi, Eddie, Stenli bilan tanishib o'tamiz va ular Stenlining sunnat qilinishini gapirishayotganini ko'ramiz. Orada hamma Amerika filmlaridagidek mahalliy bezorilarni ham ko'rib o'tamiz. Keyin yagona qiz qahramonimiz Beverly bilan tanishamiz va uni boshqa qizlar jallabga chiqarib masxara qilishayotganiga guvoh bo'lamiz. Bolalar maktabdan chiqib bir yo'qolgan qiz Betty Pearsonning onasini ko'rishadi va Billni ham ukasi yo'qolgani uchun yolg'ondan bo'lsa ham u qiz topilishiga ishonishlarini aytishadi. Shu paytda bezorlar ularning yoniga kelishadi va ularni Genrining otasini qarashi to'xtatib qoladi. Shu orada Ben bilan ham tanishamiz va u Beverly bilan tanishib oladi. Beverly Ben dastxat to'plab yurgani uchun dastxatini beradi. Romantikani qarab onasini yemsin. Bill uyiga kelganda otasi u ukasini qidirayotganini sezib qoladi va ukasi o'lganini aytadi. Он умер, Билл. Он мертв. Его нет. Ish joyiga kelgan Mike Genrining jamoasini ko'rib ichkariroqqa qochadi va axlatni tashiyotganda orqasida eshikdan shovqin eshitiladi. Eshik yonidan qo'llar chiqib ichkari yonishni boshlaydi. Ichkaridan ota-onasining ham ovozi eshitiladi va yaqinlashganda eshik ochilib ichkarida osilgan holda turgan Pennywise ko'rinadi. Bu vaziyatni uni quvish uchun kelgan Genri jamoasi buzishadi. Вон из моего города! Bundan Mike'ning qo'rquvi orasida qo'ylarni o'ldirishdan tashqari qandaydir yong'inga bog'liq voqea ham borligini tushunamiz. Cherkovdagi Stenliga rohib otasi o'z e'tiqodiga e'tiborsiz bo'lgani uchun dakki beradi va bu yerdan u yevrey ekanini ko'rishimiz mumkin. U ichkariga kirganda bir ayolning g'alati suratiga ko'z tushadi va bundan unda qo'rquv paydo bo'ladi. Pennywise bundan foydalanib shu ayol ko'rinishida uni qo'rqitadi. Bolalar Eddining uyidan onasidan ruxsat so'rab ketishadi va onasi o'ta intizomli ekanini ko'ramiz. Richini gapga chechan ekaniga ham e'tibor bermay iloji yo'q. Хотите, я вас тоже чмокну, миссис Кейл? Orada o'tirgan Ben Deri shahrida bo'lgan fojialar haqida qiziqib o'qishni boshlaydi va ular ichida daraxtga ilinib qolgan bolani boshiga ko'zi tushib qo'rqadi. Shundagina bizga Pennywise'ning sharini ko'rsatishadi va Ben sharni ortidan ketib tuxumlar orqali yurishni boshlaydi. Yerto'laga tushganda esa chiroqlar lapirlaydi va ortidan haligi ko'rgan boshning tanasi yugurib kelib uni quvishni boshlaydi. Unga yaqinlashganda Pennywise ko'rinadi va kutubxonachi ayol kelgach hamma narsa ko'zdan g'oyib bo'ladi. Ben u yerdan qochib tashqariga chiqqanda uni Genrining odamlari qo'lga olishadi va bir ko'prik yoniga olib borishadi. Uni kalaga qilishgandan keyin ularning yonidan bitta mashina o'tadi va u yordam so'rab baqiradi. Unda esa Pennywise'ning sharini ko'rishimiz mumkin. Hali bu mashinaga serialda qaytamiz. Genri odamlariga Benni ushlatib, uni qorniga pichoq bilan o'zining ismini yozishni boshlaydi. Ben Genrini tepib, orqasidagi tepalikka sho'ng'ib ketadi. Bezorlar quvishni boshlaydi. Yo'lda Genri pichog'ini yo'qotib qo'yadi va ikki sherigini Benni orqasidan jo'natadi. Ben ko'lmakdan qochishni boshlaydi va uni ortidan kelganlar bo'linib qidirishga tushishadi. Bu paytda esa bolalar shu yaqin ortidagi yer osti quvurlariga kirish yo'liga borib Jorjini qidirishni boshlashgandi. Richi bilan Eddie gigiyena borasida bahslashayotganda Bill haligi yo'qolgan qiz Bettyning oyoq kiyimini topadi. Shundan keyin bolalar fikr bo'yicha ikkiga bo'linishadi va Richi Bill bilan qidirish tarafdori, Eddie bilan Stenli esa bedarak yo'qolmaslik uchun ketish tarafdori edi. Shu paytda ularning yoniga Ben kelib qoladi va bolalar uni olib ketishadi. Keyin ular turgan quvur yoniga kelgan Genrining odami u yerdan shovqin
deb ichkariga kiradi. Qo'lbola quroli bilan yo'lni yoritib boradi va unga qarab yurib kelayotgan jasadlarni ko'rib qochadi. Lekin panjara bilan berkilgan yo'l oldiga kelib qoladi va Pennywise'ning I love Derry deb yozilgan sharidan keyin uni o'ziga yem bo'ladi. Bungacha bolalar Benni bu yerdan uzoqlashtirib ulgurishgandi. Richidan boshqalar uni jarohat uchun dorixonaga ketishadi va u yerda Kotex qidirib yurgan Beverlyni ko'rishadi. Ularni puli yetmagani uchun Beverly dorixonachini chalg'itib dorilarni olib chiqishga rozi bo'ladi. Dorixonachi Epstein ekanini ham ko'rishimiz mumkin. Billni ko'zini o'ynatib Beverly chiqadi va jarohatlangan Ben ekanini ko'rib uni yoniga boradi. Hamma o'zini ko'rsatishga harakat qilgandan keyin Bill Beverlyni ertaga birga cho'milishga taklif qiladi. Richie esa u maktabda spektaklda bir bola bilan o'pishganini aytib beradi. Beverly uyga yetib keladi va otasi uni qo'ldagi narsani ko'rib voyaga yetganini tushunadi. Bu yerda ham bir Epstein. U dushga kirib yig'lab sochini kesib tashlaydi. Ertasi kuni bolalar suvga sakrashga qo'rqib, kim uzoqqa tupurish o'ynab turishganda Beverly kelib o'zi birinchi sakrab beradi. Birga o'ynab cho'milib olishadi va albatta shusiz iloji yo'q. Shundan keyin Benni Derry shahri haqidagi to'plagan ma'lumotlarga qiziqib qolishadi. U bolalarga bu yerda odamlar boshqa joylarga nisbatan 6 marta ko'p ishsiz yo'qolishlarni aytib beradi. Ben bolalarni o'zini uyiga olib boradi va Genrining odami Patrickni ham qidiruvga berilganini ko'ramiz. Uning uyida butun Derry shahri haqidagi ma'lumotlarni topishadi va bundan Derry shahrini ochib bergan 91 kishi butunlay ishsiz yo'qolishganini bilib olishadi. Ulardan qolgan yagona iz yog'och uydagi qonli kiyim bo'lgan. Ben u uy qayerdaligini bilmasdi. Eddi uyga ketayotganda bir xaroba uyga ko'zi tushadi. Hayajondan astmasi ko'tariladi va dorisini ichmoqchi bo'lganda uyning eshigi ochilib, uni kimdir chaqirishni boshlaydi. Shunda dorilarni to'kib boradi va ularni terayotganda o'zi qo'rqadigan jirkanch odam paydo bo'ladi. Undan qochib uy tarafga yuguradi va uyni aylanib o'tgach, u odam yo'qolib Pennywise paydo bo'ladi. Unga pastda birga uchishni taklif qiladi va Eddi panjara yorug'idan o'tgach, u g'oyib bo'ladi. Beverly sumkasidan rasm orqasida yozilgan she'rni topib hammomda o'qib o'tirganda, rakvinasidan kimdir undan yordam so'rab chaqirishni boshlaydi. U yerga yaqinlashgach, unga ham uchishni taklif qila boshlashadi. Beverly bunga oydinlik kiritish uchun metro olib kelib, uni ichiga tiqishni boshlaydi. Deyarli 3 metrga kelganda oxirga yetadi va qaytarib olayotganda unga qon bilan birga ilashib soch chiqadi. Sochlar uni o'rab olib birdan tortishni boshlashadi. Uni yuzini rakvina teshigiga tortgandan keyin yuziga qon otilishni boshlaydi va qo'yib yuborgach butun xona qonga belanadi. Shu paytda uni otasi keladi va qonni umuman sezmaydi. Bundan uni otasi Pennywise ta'sirida degan fikrga kelishimiz mumkin. Navbat Billga keladi va u tunda yomg'ir tomchisidan uyg'onib ketib tashqariga chiqqanda ukasining xonasini chirog'i yonganini ko'radi. Hamma horrorlardagi kabi u ichkariga kiradi. Lekin ukasini Legosidan boshqa hech nima topa olmaydi va uni eslab yig'laydi. Shu paytda eshik oldida kimdir yugurib o'tganini sezadi. Bill uni ortidan pastga tushadi va oshxonada ukasini yugurib o'tganini ko'rib qo'rqib ketadi. Uni ortidan yerto'laga tushadi va u yer suvga to'lganini ko'radi. Keyin yerto'la oxirida ukasi kemani yo'qotib qo'ygani uchun uzr so'raganini eshitadi. U bilan gaplashishni boshlaganida Jorji bir gapni takrorlashni boshlaydi. Будешь летать! Будешь летать! Va bu vaziyat Pennywise Billni qo'rqitib quvib yuborgani bilan tugaydi. Ertasi kuni Beverly do'stlarini uyga chaqiradi va Richini ko'chada qoldirib qolganlarga hammomni ko'rsatadi. Ular ham qonni ko'rishadi va Beverly buni otasi ko'rmaganini aytadi. Ular hammomni tozalashga qaror qilishadi va Ben shu orada Beverlyning xonasida o'zini she'rini ko'radi. Keyin Beverlyni Bill bilan gaplashib turganini ko'radi. Shunday qilib Beverly 4 kun oldin ko'rgan do'stiga 3 kun oldin ko'rgan do'sti bilan xiyonat qiladi. Ular gaplashishadi va Beverly odamlarning gapi yolg'on ekani, u faqat bir yigit bilan ko'p vaqtlar oldin o'pishgani va bu unga yoqqanini aytadi. Demak, u gaplar yolg'on emas. Keyin suhbatdan she'rni Bill yozmaganini bilib oladi va unga bo'lgan fikri o'zgaradi. Ular ko'chaga chiqishganda boshqalar ham masxarabozni ko'rishganini bilib olishadi. Richidan tashqari albatta. А только девственники это видят, поэтому я не вижу эту хрень. Keyin shu yerdagi Genrining mashinasi va Mikening veligini payqashadi. Bu paytda bezorilar Mike'ga o'zi tozalagan go'shtlarni yedirishga urinishayotgandi. Mikening ko'ziga qo'lda odamning qo'lini ushlab turgan Pennywise ko'rinadi. Lekin bu uzoqqa cho'zilmaydi va uni Genri tosh bilan urishga urinishni boshlaydi. Bunga bolalar ariqdan narigi tarafdan tosh otib xalaqit berishadi. Genri Beverlyni shallaq ekanini aytib bolalarning asabini o'ynaydi va tosh otish boshlanadi. Bolalar Genridan boshqa bezorilarni qochirib yuborishni uddalashadi va Mike'ni olib ketishadi. Richidan esa shedevr. Иди отсоси у своего папашки, козел обдолбанный! Derryda bolalar yo'qolishda davom etadi. Ben Derry tarixini o'rganib, bu ishlarni to'xtatib turishni taklif qiladi. Buni sababi bunga aralashish yaxshi oqibatlarga olib kelmasligini va bu vaziyat har 27 yildan takrorlanishini aytadi. Bolalar o'zlari har xil narsalarni ko'rishgani uchun ular kurashayotgan maxluq ular nimadan qo'rqishini bilib, shundan foydalanayotganini tushunishadi. Keyin Mike yong'inda ota-onasi boshqa xonada qamalib qolishgani va halok bo'lishganini aytib beradi. Bu esa u ko'rgan narsani bizga tushuntirib beradi. Hali qo'rqinchli narsa ko'rmagan Richie u masxarabozlardan qo'rqishini aytadi. Bolalar xaritalarni
kameralarini proyektor orqali birlashtirib ko'rib, yer osti quvurlari birlashgan joy Eddi ko'rgan o'sha eski uy tagida birlashishini bilib olishadi. Eddi uni o'sha uyda ko'rganini aytadi va bu narsalardan qo'rqib, vahima qilib bu ishlarga aralashmaslikni aytadi. Shu paytda proyektor o'zidan o'zi ishlab, Billning oilasining suratlarini ko'rsatishni boshlaydi. Uni tokdan ajratish ham foyda bermaydi va Jorjining suratini ko'rsatadi. Keyin uni onasiga yaqinlashtirib, surat Pennywise'ga aylanadi. Bolalar qo'rqib ketishadi va Mike proyektorni tepib boradi. U yana Pennywise'ni ko'rsatishni boshlaydi va birdan ularning oldida ulkan Pennywise paydo bo'ladi. Hamma vahimaga tushib qoladi va bu gallyutsinatsiyadan darvozani ochishgina qutqaradi. Bolalar masxaraboz ularning qayerdaligini bilishni tushunishadi va Bill ukasini topish uchun boshqalar bunga qarshi bo'lsa ham, u yashaydigan xaroboyga borishga qaror qiladi. Uy oldiga kelganda do'stlari ham kelishadi. Ozroq tortishgandan keyin Billning ukasi uchun hamma kirishga rozi bo'ladi. Tashqarida Beverly bilan Mike'ni qoldirib ichkariga kirishadi. Richi darhol o'zini yo'qolgani haqida xatni topadi va vahima qilishni boshlaydi. Посмотри на меня, Ричи. Это не на самом деле. Shu paytda ikkinchi qavatda bir qiz yordam so'rab yig'layotganini eshitib chiqishni boshlashadi. Chiqib uzoqda bir xonada Betty Pearsonni ko'rishadi va uni nimadir tortib ketadi. Bolalar u tarafga ketishayotganda Eddi orqasidan ovozga chalg'ib shu yerda qolib ketadi. Bolalar xonaga kirishadi va eshik yopiladi. Orqada qolib ketgan Eddi eshik yoniga kelayotganda Pol o'lib ketadi va orqasidan uni qo'rqitgan odam keladi. Eddi bundan pastga yiqiladi va hushdan ketadi. Bolalar eshikni ochishga urinishayotganda Richi yondagi xonadagi ovozning yoniga ketadi. Nega bular Luboy joyga ketib qolaveradi, hayronman. Yana eshik berkiladi va bolalar ajralib qolishadi. Keyin Richini qo'rqitish marosimi boshlanadi. Tobutda o'zini qo'g'irchoq shaklini ko'rgandan keyin uni berkitadi va Pennywise urgumchak odam stilida paydo bo'ladi. Uni quvishni boshlaganida Bill eshikni ochib birga qochishadi. Shu xonadagi matras ichidan Eddining boshi chiqadi. Keyin ularni oyoq ostidan kislota oqib kelishni boshlaydi. Bu paytda Eddi o'ziga keladi va qo'li singanini ko'radi. Keyin yonidagi muzlatgichdan Pennywise chiqib uni qo'rqitishni boshlaydi. Bolalar kislotadan qochib oldilaridan 3 xona chiqadi. Unchalik qo'rqinchli emas, qo'rqinchli va juda qo'rqinchli. Ular unchalik qo'rqinchli emas degan xonaga kirishadi va Bettyning yarim tanasini ko'rishadi. Ular bunga ishonishdan to'xtab, gallyutsinatsiyadan chiqib olishadi va Eddini yeyishga harakatini boshlagan Pennywise'ning yoniga borishadi. U bolalarning yoniga kelayotganda ko'chadan Beverly kelib, uni ko'ziga panjaraning bir qismini tiqadi va Pennywise shu yerda qotib qoladi. Keyin ularni ozroq qo'rqitib, boshidagi panjara bilan Benning qornini kesib olib, ichkariga kirib ketadi. Bill uni ortidan ketadi va uni yerto'laga tushib ketganini ko'radi. So'ng bolalar qochishadi. Eddining onasi bolalarni so'kib, o'g'lini olib ketadi. Я Sabinina mama. U Sabinina. Bill Pennywise qayerdaligini bilgani uchun keyingi safar yaxshiroq tayyorlanib borishlarini aytadi, lekin bu fikrga qo'shilishmaydi va yashashni xohlashlarini aytishadi. Ozroq janjaldan keyin hamma tarqaladi. Hammani hayotidan bir shingil ko'rganimizdan keyin Beverly qonni ko'rganiga guvoh bo'lamiz. Keyin Genrining otasini to'pponchasi bilan otishni mashq qilayotganini ko'ramiz. Buni otasi ko'rib qoladi va kelib sheriklariga o'g'lini qo'rqoq ekanini ko'rsatib ketadi. Стоит его чуток напугать, он уже превратился в труса. Eddi dorilarni olish uchun borganda u bilan bir qiz gaplashib qoladi va qiz uni dorilari hech qanday vazifa bajarmasligini aytadi. Keyin qo'ldagi gipsiga yozib berishga qaror qiladi. Bo'lgan ishdan g'azablanib o'tirgan Genrining ko'ziga shar ko'rinadi. Bu shar esa pochta qutisiga ilingandi. U pochtadan otasini pichog'ini topadi. U uxlab yotgan otasini yoniga boradi va televizorga qaraydi. Unda bolalar ko'rsatuvda unga otasini o'ldirish kerakligini aytishayotgandi. Bu esa Genri pichoqni otasini bo'ynida ishlatishiga sabab bo'ladi. Ko'rsatuvda esa ularni hammasini o'ldirishni takrorlay boshlashadi. Va u yerda Pennywise ham borligini ko'ramiz. Beverly uydan chiqayotganda uni otasi eshikni qulflab qo'yganini ko'radi va otasi uni yoniga chaqiradi. Epstein qizini bolalar bilan yurganini bilishini aytib, ular bilan nima ishlar qilganini so'raydi va Beverly jahli chiqib ketadi. Beverly uni urib qochishni uddiraydi va hammomga berkinadi. Epstein eshikni buzib kiradi va Beverly uni hammom plitasi bilan boshiga urib hushdan ketkazadi. Lekin yomg'irdan qutulib do'lga tutiladi. Uni uyiga Bill keladi va hammomda agar urinsang o'lasan degan yozuvni ko'radi va uni Pennywise olib ketganini tushunadi. Buni birinchi Richiga borib aytadi va Eddi onasi bilan janjallashib bo'lsa ham chiqqanini ko'ramiz. Bolalar uyiga kelishadi va o'zlaricha qurollanib ichkariga kirishadi. Stenleyni birga borishga ko'ndirishga ham majbur bo'lishadi. O'rtoq, sen ishonaman. Ular yerto'laga tushib ko'rni ko'rishadi. U yerga tushish uchun ip topishadi va birin-ketin tushishni boshlashadi. Bu paytga kelib Beverly o'ziga keladi va u yerda axlatlar uyumi tepasida yo'qolgan bolalarning jasadlari uchib yurganini ko'radi. Shundan keyingina qochishga urinishni boshlaydi. Keyin Pennywise o'zini tanishtirib, shouni ko'rsatishni boshlaydi. Beverly qochmoqchi bo'lganda Pennywise uni tutib oladi va qo'rqmay qolganini ko'radi. Bu esa uni yeya olmasligini bildiradi. Shunda Pennywise o'zini haqiqiy ko'rinishini ko'rsatadi, ya'ni 3 ta sharni ko'rsatib uni gipnoz qiladi. Bunday holatda odam hushdan ketishi, xotirasini yo'qotishi yoki o'lishi ham mumkin, yoki unga qandaydir kelajakni ko'rsatishi. Xullas uni qo'rqitishning qandaydir yo'lini topish mumkin edi. Bu yoqda Mike'dan boshqa bolalar tushib bo'lishganda Mike'ning yoniga Genri keladi. U Mike'ni urib ipni tortib oladi. Keyin Mike'ni tutib olib qo'y o'ldiradigan quroli bilan o'ldirishga urinishni boshlaydi. Lekin Mike
chaqqonlik qiladi va uni tosh bilan urib yiqitadi. Keyin quvurga itarib boradi. Qolni o'qlagandan keyin boshqa o'qlarni tushirib boradi va bolalarning ortidan yo'l oladi. Bu paytda Stenlini Pennywise chalg'itadi va u bolalardan ajralib qoladi. Stenli qo'rqib turganda uning yoniga haligi rasmdagi ayol keladi. Bolalar Stenlini topishadi va haligi ayol uni yeyishni boshlaganini ko'rishadi. U ishini to'xtatib ketadi va o'zini ko'rsatib ham qo'yadi. Stenlining yoniga kelishadi va hali ham qo'rquvda ekanini ko'rishadi. Shu paytda Billni ko'ziga ukasi ko'rinadi va u Maykni qurolini olib uni ortidan ketadi. Bo'lmasa o'zi oldin birga harakat qilamiz degandek, Bill shu orqali Pennywise'ni dachasiga yetib keladi va Beverli havoda turganini ko'radi. Uni tushirishga urina boshlaydi, lekin ukasini yana ko'rib, uni ortidan ketadi. Я вернусь за тобой, Беф. Bolalar yo'lda davom etishadi va suvda odam boshlarini ko'rishadi, lekin qo'rqishsa ham yo'lda davom etishadi. Shundan keyin ular ham manzilga kelishadi va Beverlini ko'rishadi. Ular birgalashib Beverlini tushirishadi, lekin o'ziga keltirisha olmaydi. Ben esa oppog'i esiga tushib, uni o'pishga qaror qiladi va bu ish beradi. Ish bermaganda ham vaziyatdan foydalanib qoldi-da. Ular bundan nishonlashadi va Billni izlash uchun ketishadi. Bu paytda Bill Jorjini topadi va bir qo'li yo'q holda yurganini ko'radi. Ukasi unga uyga borgisi kelganini aytib yig'lay boshlaydi va bu paytda kelib bolalar ham yetib kelishadi. Bill bunga juda ishongisi keladi, lekin oxirida u Jorji emasligini aytib quroli bilan o'ldiradi. Shundan keyin Pennywise masxaraboz ko'rinishga o'tadi va o'rnidan turadi. Qurolni o'qi bo'lmagani uchun uni o'ldirishga urinish foyda bermaydi va u Billga hujum qiladi. Ular birgalashib hujumni boshlashadi va birinchi zarbani Mike o'zlashtiradi. Bolalarning unga kuchi yetmaydi va u Billni qo'lga oladi. U bolalarga Billni tashlab ketishsa omon qolishlarini, u Billni olib ketib uyquga ketishni aytadi. Bill ham ulardan ketishni so'raydi va bolalar bunga rozi bo'lishmaydi. Ular qo'liga tushgan narsa bilan jangni boshlashadi va Pennywise hamma bolalarni qo'rquvdan foydalanishni boshlaydi. Bu foyda bermagandan keyin qochishni boshlaydi, chunki uning asosiy ozuqasi qo'rquv ularda yo'qolgandi. Ular o'ldirishga urinishlariga qaramay Pennywise shu yerdagi quvurdan pastga tushib ketadi. Shundan keyin havodagi bolalar pastga tushishni boshlaydi va Bill ukasini kiyimini topadi. Ko'chaga chiqishgandan keyin Beverli Pennywise uni gipnoz qilib bo'lganda nimalarni his qilgani va ko'rganini aytib beradi. Я видела нас всех вместе снова в коллекторе, но мы были старше, такие же, как наши родители. Bill agar masxaraboz o'lmagan bo'lsa, ular yana qaytib kelishga kelishib olishini so'raydi va ular qonli kelishuv qilishadi. Hamma tarqaladi va Bill bilan Beverli qolishadi. Ketishda Bill uni o'pishga qaror qiladi va ijobiy javob oladi. Shu ko'rinishda birinchi bo'lim yakunlanadi. Ammo seni taniganlar aytishi bo'yicha ismi yomon qizlar orasida. U ikkinchi bo'lim. Film oldingi qismda, ya'ni 1989-yilda Beverli Pennywise'ning ta'sirida bo'lganida ko'rgan narsalarini aytib berishi bilan boshlanadi. Ular qaytishga qasam ichishadi va Deri shahri manzaralari bilan 27 yildan keyingi vaziyatga o'tamiz. Parkda hamma o'yinlar o'ynash bilan band. Bir o'yinda bir pit g'alaba qozonadi va sovg'ani yonidagi qizchaga berishga qaror qiladi. Bir xil xromosomalar ketishayotganda shu yerdagi yigitlar ularga popsa qilishadi. Ular esa talashmasdan, lekin o'zlaricha javob qilib ketishadi. Пошли, Адриан. Lekin ular uzoqqa borishmaydi va ularni yigitlar o'rab olishadi. Ulardan birini tili uzunlik qilgani uchun sevishganlarni ajratib do'pposlashni boshlashadi. Janjal uzoqqa cho'zilmaydi va ularni birini suvga uloqtirishadi. Ikkinchisini qoldirib u yerdan ketishadi va suvdagisini Pennywise qutqaradi. Ikkinchisi esa sohilning narigi tarafidan bunga guvoh bo'ladi. Bu holatni esa yo'l patrul ratsiyalari ovozini eshitib Pennywise'ning kelishini kutayotgan Mike bilib oladi. Ko'prik yoniga borganda esa bu aniq Pennywise-ligiga ishonch hosil qiladi. Bundan yozuvchiga aylangan Billni yoniga o'tamiz va rejissor bilan o'zini ssenariysi asosida olinayotgan kino haqida gaplashishadi. Ularga qayg'uli yakun yoqmagani uchun bahslashadi va bu yerda uni xotin aktrisa ekanini ham bilib olamiz. Unga Mike qo'ng'iroq qilib yangilikni yetkazadi va Billni qo'ldagi jarohati og'irganini ko'ramiz. Keyin navbat Eddiga keladi va u onasiga o'xshagan vahimachi xotin topganini, Mike'ning xabarini eshitib esa avariyaga uchraganini ko'ramiz. Ko'plab muxlislarga ega stand-up komikka aylangan Richini, ya'ni Mirshakarni esa bu xabar ko'nglini aynitadi. Hatto o'zining stand-upini ham ijro qila olmaydi. Katta qurilish korporatsiyasida biznes analitikga aylangan Benni ham ko'ramiz va keyingi navbat Stenliga keladi. U buni darrov tushunadi va qo'rquvga tushganini ham payqashimiz mumkin. Uni vannadagi jasadini ko'ramiz va uni oqqon qoni orqali Beverlining yoniga o'tamiz. U ilojsiz borishga rozi bo'ladi va otasiga o'xshagan psix eri bunga qarshilik qiladi. Lekin u erini otasi kabi urib bo'lsa ham ketishni uddalaydi. Shu yerda bir savol. Uni otasi bilan bo'lgan voqeadan keyin nima bo'ldi o'zi? Bunga hech qanday oydinlik kiritilmadi. Flashbacklarga o'tamiz va unda 27 yil oldin bolalarni qilgan ishidan keyin quvurlar
bolalardan jasadlar bilan birga tirik holdagi Genri oqib chiqadi. U uyga borganda uni otasini o'ldirgani uchun politsiyachilar qo'lga olishadi. Hozirgi vaqtda psixologik kasallar shifoxonasida o'tirgan Genri Pennywise'ni sharmni ko'rib quturishni boshlaydi va uni boshqa xonaga o'tkazishadi. U yerda yotoqdagidan birinchi qurbon bo'lgan do'sti Patrikning jasadi chiqib, unga pichoqni beradi. Asosiy qahramonlarimiz yig'ilishni boshlashadi va ular so'rashib olishgandan keyin birga bazm qilishadi. Ularning orasida Stenli yo'qligini payqashadi va Mike qo'ng'iroq qilgan vaziyatni gaplashib, u Pennywise qaytgani uchun ularni chaqirganini aytadi. Keyin ular restoranga tegishli bashorat qog'ozlarini ochishni boshlashadi. Yigitlar so'zlarini birlashtirib ma'no qidirayotganda Beverlining qog'ozi bunga oydinlik kiritadi. Shunda ularda dahshatli gallyutsinatsiya boshlanadi va ularning stolida boshqa maxluqchalar, keyin lava paydo bo'lganini ko'ramiz. Mike'ni hammasini tinchitishga urinishidan keyin hammasi tugaydi. Можете принести счет? Ular ko'chaga chiqishganda Beverly Stenliga qo'ng'iroq qilib, xotinidan u kecha o'lganini bilib oladi. Yigitlarni bu vaziyat qo'rquvga solgandan keyin hamma ketishga qaror qiladi va Mike Billga nimanidir ko'rsatishga qaror qiladi. Beysbol o'yiniga o'tamiz va unda oldinroq ko'rgan qizcha onasi bilan o'tirib zerikadi. Uni bir yonar qo'ng'iz kreslolar tagiga olib ketadi. U yerda Pennywise bo'ladi va u qizchani aldab o'z tuzog'iga tushirishni uddalaydi. Genri esa zombi sherigi bilan kasalxonadan qochishni uddalaydi. Hamma ketishga qaror qilib turganda Ben Steve bilan gaplashadi va uni Stenlini qanday o'lganini qayerdan bilganini so'raydi. U javob berishni xohlamasa ham uni bunga majburlashadi va u Pennywise unga hammani qanday o'lishini ko'rsatganini aytadi. Mike Billni kutubxonasiga olib boradi va Mike shu yerda yashayotganini ko'ramiz. Mike Billga Pennywise'ni qanday o'ldirishni bilishini aytadi va unga o'zi o'g'irlagan artefaktni ko'rsatib, bundan Derrida yashaydigan, lekin topish qiyin bo'lgan qabilani topgani, ularni shamani bilan uchrashgani. Ular esa unga Pennywise haqida ko'rish kerak bo'lgan narsani ko'rsatishganini aytadi. Billda Mike uni suvga uni ko'zini ochish uchun nimadir qo'shib bergani uchun gallyutsinatsiya boshlanadi va Bill ko'rish kerak bo'lgan o'tmish, dahshatlar va albatta Pennywise'ni yengish yo'lini ko'radi. Как же нам это сделать? Ведь все уже сказали нет. Но тебя они послушают. Bu paytda Stefni hammani o'limini ko'rgani uchun so'roq qilishayotgandi va ularning suhbatini Bill bilan Mike buzadi. Bunda ularning hammasini Pennywise kuzatib borgani, ularning ichidagi eng ojizi bo'lgan Stenlini birinchi o'ldirganini tushunib olishadi. Bunda ular qolgan odamlar azob chekmasligi uchun Pennywise'ni shu 27 yillik siklda to'xtatishlari kerak degan qarorga kelishadi. Mike hammani ular birinchi marta yig'ilgan joyga boshlaydi va oldingidek Stefni qizg'anish jarayoni boshlanadi. Ben bexosdan ularning yer osti boshpanasiga tushib qoladi va oldingi davrga o'tib, ularning yoshligida ular shu yerga kelib suhbatlashganini ko'ramiz. Hozirgi qahramonlarimizga bir shakar hazil qilgandan keyin flashbacklarga qaytamiz va ularning yoshligidagi suhbatidan ular ulg'aysa ham do'st bo'lib qolishni kelishib olishganini ko'ramiz. Katta qahramonlarimizga esa Mike artefaktlarni topish evaziga Pennywise'ni yengish mumkinligini aytadi. Keyin Mike ular ajralib har kim o'zining artefaktini topish kerakligini aytadi. Ya'ni shu yerda qoldirgan va o'zi uchun juda aziz bo'lgan buyumlar, ularni kelishmovchiliklari bo'lgani uchun artefaktlarni alohida izlashlari shart edi. Ozroq flashbacklardan keyin Steve o'zini eski uyiga boradi va uni bir kampir kutib olib otasi vafot etganini aytadi. Shu kampirga e'tibor berib qo'yishingizni so'rayman. Unga hali serialda qaytamiz. Lekin men hali ham hayronman. Uni otasi bilan bo'lgan ishlardan keyin nima bo'ldi o'zi qanaqasiga u ketib qoldi u yerdan? U yerdagi kampir Stevni ichkariga taklif qiladi va flashbacklar orqali Stevni onasi o'zini o'ldirganini qizidan or qilgani uchun qilgan deb hisoblashini bilib olamiz. Bu xotiralar esa bizni uni otasi shunchaki la'nati psixopat va PDF fayl bo'lganiga olib boradi. Keyin Stevni xonasini hech kim shu 27 yil ichida remont qilmagani va u shu yerdan o'zini sigaretasi bilan Benni xatini topganini ko'ramiz. Haligi kampir esa o'zini g'alati tutishni boshlaydi. Shundan keyin o'zini g'alati gaplarni boshlaydi va u kampirni otasi sirkda ishlaganini bilib olamiz. Kampir esa qo'rqituvchi rolda. Shundan tushunishimiz mumkin Pennywise aynan kimning obrazini olganini. Kampir Beverlyni qo'rqitishni boshlaydi va uy shunchaki xarobaga aylanadi. Eshik esa ochilishni xohlamaydi va Pennywise o'zi olgan haqiqiy obrazni ko'ramiz. U esa Beverlyga hech kimni qutqarmaganini aytadi va uni haqiqiy yuzini qonli yaralishini ko'ramiz. Beverly u yerdan qochishni uddalaydi va uni uyi shunchaki xaroba bo'lganini ko'radi. Keyin bir shakarga o'tamiz va albatta bir hazil shakar qilmaydi. Ko'zoynakli stand-up komik bo'lgani uchun bir shakar deb ketdim. Rozi bo'lasizlar. Flashbacklardan Genri uni ukasi bilan bir shakar o'yin o'ynashni xohlagani uchun uni Bodringxo'rga chiqaradi. U ko'chaga chiqib haykal oldida o'tirganida esa haykal quroli bilan unga hujum qiladi. Mirshakar bu o'ziga shunaqa tuyulganini takrorlagandan keyin u maxluq yo'qoladi. Katta bo'lib qolgan Mirshakarning yoniga esa film boshida ko'rgan Bodringxo'r kelib taklifnoma berib o'tib ketadi. Shundan keyin Pennywise o'z ishini boshlab Mirshakarning sirini bilishni aytishni boshlaydi. Bu sir esa Willning siri bilan bir xil bo'lishi aniq. Billga o'tamiz va u o'yinchoq do'koniga kirib qandaydir narsani so'raydi. Shu yerda bu asarning asoschisi Stephen Kingni ham ko'ramiz. Bu yozuvchini hurmat qilganim uchun aytib o'tmasam bo'lmasdi. Bill o'z velosipedini sotib olgandan keyin yo'lga chiqadi va yoshligini eslaydi. Bundan u ukasi yo'qolgandan keyin tuynik yoniga kelib, nega aynan uni ukasi yo'qolganini so'ragani. Pennywise esa chunki u ukasining yonida bo'lmagani haqida aytganini bilib olamiz.
Shu paytda Billning ukasining ovozi bilan o'sha tuynukdan Pennywise chalg'itishni boshlaydi va uni tuzog'idan bir amallab qutulib olgandan keyin bir bola yonidan chiqadi. Unga shu tuynukdan uzoqroq bo'lishni aytadi va bolakay bolalarning ovozini o'zini rakvinasidan ham eshitayotganini aytadi. Bill unga qanday qilib bo'lsa ham bu shahardan ketish kerakligini aytadi va bolakay festivalga borish kerakligini aytib ketadi. Ben ularni yoshligida ko'rgan kino tasma yoniga boradi va flashbeklardan u yoshligida sinfda yolg'iz qolganida Beverly uning yoniga kelib u bilan gaplashganini ko'ramiz. Ben ular bo'lgan ishlardan keyin vaqtlar o'tib uzoqlashishlari mumkinligini aytadi va Beverly ular uchrashishlari mumkinligini aytadi. Lekin bu uning o'yini bo'lib chiqadi va bu Beverly emas, Pennywise ekanini ko'ramiz. Lekin u uyquga ketgandan keyin bu yerga qanday chiqqani qiziq. Undan oldingi vaziyat bo'lsa ular qanday yaqinlashishga ulgurishdi? Ben bosh yonishni boshlagan Beverlydan qochib o'zini shkafiga yashirinadi. Keyin u Beverly bo'lmaganiga o'zini ishontirishni boshlaydi va Pennywise uning orqasida paydo bo'ladi. Keyin uni semizligini aytib masxara qila boshlaydi. Никто не хочет целоваться с толстяком. U hujum qilganda keyin esa qochishni uddalaydi. Hozirgi Ben mehmonxonaga borib shu yerda o'tirgan Beverly bilan gaplashib yoshlikni eslab olishadi. Ularning suhbatini Mirshakar buzadi va bu yerdan ketishni aytadi. Eddie dorixonaga borib buyurtmasini olmoqchi bo'lganida dorixonachi uni taniydi va unda qandaydir kasallikni aniqlagandek qilib bir nima olib chiqishni aytadi. Shu orqali uni yoshligida shu dorixonaga kelganini ko'ramiz. Unga biz birinchi qismda ko'rgan dorixonachining qizi hazillashadi va u ketayotganda u yerda onasining ovozini eshitadi. U ovoz kelayotgan yerto'laga tushadi va ovoz tomonga harakatlanishni boshlaydi. Shu yerdagi narsalarga ozroq o'ralashgandan keyin onasining yoniga boradi va uni stolga bog'langan holda tiklab qo'yilganini ko'radi. Keyin xona burchagida qorong'uga bog'lab qo'yilgan bir odamni ko'radi. U odam yaqinlasha boshlaydi va oxiri ularning yoniga keladi. Eddie esa onasini tashlab qochib ketganini ko'ramiz. Kattayib qolgan Eddie ham shu yerga keladi va qo'rquvni yo'qotish uchun oldingi ishlarini takrorlaydi. Lekin ortidan o'zi qo'rqadigan odam keladi va unga hujum qiladi. Eddie dadillik bilan uni bo'g'ishni boshlaydi, lekin o'zi qo'rqqan narsa bo'ladi va raqibi uni yuziga qayt qilib yuboradi. Eddie qochadi va haligi qizni katta bo'lib qolganini ham ko'rishimiz mumkin. Bill bilan Eddie ham mehmonxonaga borishadi va Bill bilan Beverlyning suhbati orqali ularning yoshligiga o'tamiz. Beverly berilib ketganda ularning xiyonatini zinadan tushib kelayotgan skateboard buzadi. U pastga tushgandan keyin Bill uni tagidagi "U ham o'sha yerda bo'lmaydimi?" degan yozuvni ko'radi. Bundan oldinroq ko'rgan bolakayni ham Pennywise o'ldirishni rejalashtirganini tushunadi. Bill bola festivalga ketishini bilgani uchun uni qutqarish uchun ketadi. Ben chiqadi va Bill ketganini bilgach hech bo'lmasa Mirshakarni qoldirishga ko'ndirganini aytadi. Lekin Mirshakar orqa eshikdan suradi va u yerda Genrining mashinasini ko'ramiz. Eddie yuzini yuvib turganda orqasidan Genri keladi va uni navbat ekanini aytib chakkasiga pichog'ini sanchadi. Eddie unga qo'shilib kulib vanna pardasi ortiga berkinadi va yoniga kelganda pichog'ini qorniga sanchadi. Genri qotib qolgandan keyin u yerdan chiqadi. Uning ovozini do'stlari eshitib yoniga kelishadi. Ben xonaga kirib derazadan chiqib qochib ketgan Genrini ko'radi va uni taniydi. Bu paytda Bill festivalga yetib kelib haligi bolakayni bir o'yin maydoniga kirib ketganini ko'rib uni ortidan yuguradi. Bu ko'zgular xonasi bo'ladi va Bill bolakayni ko'ringan tarafga yurishni boshlaydi. Bu yerda Pennywise ham borligini ko'ramiz. Bill bolakayni oralarida shisha bo'lsa ham topishni uddalaydi, lekin uni orqasidan Pennywise kelishga ulgurgandi. U o'zi xohlaganidek Billni ko'z oldida bolakayni qo'rqitadi va paqqos tushiradi. Mirshakar qaytish kerakligini o'ylab ketayotganda Stenleyning cherkov yoniga kelib yoshligini eslaydi. U yerda Stenley yevreylarning o'zini haqiqiy erkakka aylanish marosimini o'tkazib nutq ijro etgandi. Bunda u nutq oxirida u omadsiz ekani va u har doim shunaqa bo'lib qolishini aytadi. Mirshakar esa unga qarsak chalganini ko'ramiz. Uni onasiga e'tibor berib qo'yishingizni so'rayman. Nega ekanini serialda eslataman. Hozirgi Mirshakarni cherkovga kirganini ko'ramiz. Mike o'z kutubxonasida yurganida kitoblardan biri birdan tushib ketadi va u yoniga borganida kitobda o'zini yoshligidagi qo'rquvi, ya'ni ota-onasi yonib ketishgani, u esa hech nima qilmay kuzatib turgani gavdalanadi. Shundan keyin unga Genri hujum qiladi. Ozroq jangdan keyin Genri uni ustiga chiqib pichoqni tirashni boshlaydi. Uni boshiga bolta bilan urib Mirshakar gumdon qiladi. Qolganlar ham yetib kelishadi va Bill bilan gaplashishadi. Bill Pennywise'ni o'zi o'ldirish uchun ketishini aytadi va ular Bill qayerga ketganini tushunib uni ortidan ketishga qaror qilishadi. Ular bir vaqtda manzilga yetib borishadi va ozroq suhbatdan keyin masxarabozni birga o'ldirishga qaror qilishadi. Ular ichkariga kirishadi va u yerdagi narsalarni oldin ham ko'rishgani uchun bemalol yo'llarida davom etishadi. Lekin birdan eshik yopilib, ular ikki guruhga bo'linib qolishadi. Birinchi guruhdagilarda Benning qornini kesib yozuv yozish boshlanadi. Ikkinchi guruhda esa yonlaridagi muzlatgichdan Stenleyning yoshligidagi tanasi chiqadi. Keyin uni boshi dumalab ketadi. Bu yoqda Beverly ko'zgudan Benning qorniga Pennywise pichoq bilan yozayotganini ko'radi va pichoqni bo'yniga o'tkazgandan keyin ko'zguni sindirib buni to'xtatadi. Bu ularning xayollarida bo'lib chiqadi. Stenleyning boshidan oyoqlari o'sib chiqib o'rgimchakka aylanadi va yigitlarga hujum qiladi. Ozroq jangdan keyin Eddie shokka tushib qoladi va o'rgimchak Mirshakarga hujum qilib uni boshini yeyishga urinishni boshlaydi. Bill bilan shokdagi Eddie unga yordam berisha olmasa ham Ben yetib kelib uni boshiga pichoq sanchishni boshlaydi. Shu tariqa uni jarohatlantirib uloqtirib yuborishadi va u qochib ketadi. Bill bundan Eddiening ustiga tushadi va Eddie qo'rqib ketganini aytadi.
Ular va nihoyat yerto'laga yetib kelishadi. Hamma ko'krakgacha suvga botib yerto'la markaziga yurib borishayotganda orqada qolgan Beverlyni Pennywise suvga tortib ketadi. Eddidan boshqalar suvga sho'ng'ib uni izlashga tushishadi. Lekin yigitlar Beverlyni qutqarishni uddalashadi. Ular o'rtadagi tuynukka borishadi va Mike u yerda nima borligini bilmasa ham u yerga tushishga qaror qiladi. Qolganlar ham tushishni boshlashadi va Eddi panikaga tushgandan keyin Mirshakar uni qilgan qahramonliklarini aytib motivatsiya beradi. Shu orqali ular Pennywise'ni boshpanasiga yetib kelishadi. Mike Pennywise bu yerda bir necha million yillardan beri yashayotganini aytadi. Keyin Mike boshpana o'rtasiga o'zi bilan olib kelgan sehrli ko'zasini qo'yadi va uni ichini yoqib qolganlar unga o'z artefaktlarini solishlarini aytadi. Hamma o'z artefaktiga bog'liq tarixni aytib tashlagandan keyin Mike'ning gapi bilan bir-birlarini qo'llarini ushlashadi. Shundan keyin ko'za ichidagi olov uchib tepadan Pennywise'ning haqiqiy ko'rinishi, ya'ni 3 ta shar kelishni boshlaydi. Ular ko'zlarini yumib Mike'ning gapini takrorlashni boshlashadi. Sharlar kelib ko'zaga kiradi va Mike uni qopqog'ini berkitadi. Lekin ko'za ichidan qizil shar chiqib shishni boshlaydi va ular qochadi. Shar yorilganda esa hammani uchirib yuborib garang qilib qo'yadi. Ular o'zlariga kelishgandan keyin rejalari ish berganiga ishonishadi. Lekin bunaqa bo'lib chiqmaydi. O'z boshpanasidagi Pennywise Mike do'stlaridan yashirgan haqiqatni aytadi. Bunga ko'ra u ritualni qilgan oldingi odamlar o'lgan va Mike o'zlari Pennywise'ni o'ldirishiga ishonishsa bu ish beradi deb o'ylagan. Shundan keyin Pennywise o'rgimchakka aylanib ularning yoniga keladi va ularni 27 yil kutganini aytib hujumga o'tadi. Ular guruhlarga bo'linib ketib qochishadi va Bill suvga tushib ketib o'zini yoshligidagi yerto'lasidan chiqadi. Ben bilan Beverly g'orga kirib ketishadi. Mike shu yerdagi bir shoxlarning ortiga berkinadi. Mirshakar bilan Eddi ham g'orga kirishadi va ularni Pennywise'ni qo'limi, tilimi ish qilib bir nimasi taqib qilgandan keyin ularga oldingi qismdagi tanlov qo'yiladi. Ben bilan Beverly ikkiga ajralishadi va Beverly yoshligidagi maktab hojatxonasiga, Ben esa ularning yoshligidagi boshpanasiga o'tib qoladi. Eddi bilan Mirshakar oldingidan farqli ravishda eng qo'rqinchli xonani tanlashadi va u yerdan bir qizchani oyoqlari yugurib keladi. Keyin ular uncha qo'rqinchli emas degan xonaga o'tishadi va u yerda bir kuchukchani ko'rishadi. Shundan keyin orqalaridan kelgan til yo'qolganini ko'rishadi va kuchukka qarab turishganida u birdan mahluqqa aylanadi. Keyin ular shunchaki ortga qaytishadi. Bill o'z xotiralariga tushib qolgandi va bunda ukasi o'lgan kuni u shunchaki ukasi bilan o'ynagisi kelmagani uchun o'zini kasalga solib olgani ma'lum bo'ladi. Shunda uning yoniga ukasini jasadi kelib, u aldagani uchun o'lganini takrorlay boshlaydi va Bill uni suvga cho'ktirib o'ldiradi. Beverlyning yoshligida uni yomon ko'rgan odamlarning ovozi va eshikdan gapirishlarini qo'rqitishni boshlaydi. Ben turgan yerto'la esa tuproqdan to'lishni boshlaydi. Ben tuproqqa, Beverly esa qonga cho'kishni boshlaydi. Pennywise Benning yoniga kelib, u hali ham o'sha baqaloq omadsiz ekani, shuning uchun yolg'iz o'lishni aytib eshikni berkitib ketadi va Benning ovozini Beverly eshitishni boshlaydi. Beverlyga Benning ovozi eshitilgandan keyin o'ziga keladi va muhabbat ularni qutqaradi. Behazil shunaqa bo'ladi. Beverly eshikni ochib chiqib Benni qutqaradi. Ular g'origa qaytib qolishadi va Beverly yoshligidagi yozilgan she'r Benga tegishli bo'lganini endigina tushunadi. Shundan keyin do'stlarining yoniga yugurishadi. Billga esa o'zining yoshligi Mike'ni qo'y o'ldiradigan qurolni olib keladi va ular ukasi o'limida aybdor ekanliklarini aytib qurolni peshonasiga tutadi. Bill bunday yo'qligiga ishonchi komil bo'lgani uchun qurol ishlamaydi va o'zi qurolni olib yoshligi qiyofasiga kirib olgan Pennywise'ni boshiga otadi. Shundan keyingina xayolot dunyosidan haqiqiy dunyoga qaytadi. Pennywise Mike'ning yoniga o'tadi va Mike undan qo'rqmasligini aytgandan keyin Pennywise u kimligini bilishini aytib uni qo'lga oladi. Shunda unga yordamga Mirshakar chiqadi va u bilan suhbatni boshlaganda Pennywise o'zini haqiqiy ko'rinishini ko'rsatib, uni domiga tortishni boshlaydi. Unga esa o'ziga ishonchi uyg'ongan Eddi yordamga keladi va Beverly bergan qurolni Pennywise og'ziga otadi. Shu orqali uni jarohatlab yiqitishni uddalaydi. U Mirshakarni o'ziga keltirib qilgan ishni aytib turganida mahluq uni qorniga oyog'ini sanchib o'ziga tortib oladi va uni ozroq aylantirib bir g'orga uloqtiradi. Do'stlar uni yoniga borishadi va u juda jiddiy jarohatlanganini ko'rishadi. Uni gaplaridan agar ular tunnellar orqali yurib mahluqni ularni ortidan kelishga majburlay olishsa, uni o'lchamni kichraytira olishlarini, shu orqali uni yenga olishlarini tushunishadi. Ular o'tirgan g'orga mahluq hujum qilayotgandi. Ular boshqa g'or orqali chiqish yo'lini topib qochishni uddalashadi, lekin mahluq ularni baribir payqaydi. Ularni chiqish yo'lini berkitgandan keyin mahluq u dunyolar kushandasi ekanini aytadi. Lekin yigitlarimiz uni kamsitib kuchini yo'qotishni boshlashadi. U o'zini barcha qiyofalarga kirishni boshlaydi va qanchalik g'alati bo'lmasin, qahramonlarimiz uni haqorat qilish bilan yengishadi. Eshityapsanmi, Karl? Haqorat qilish bilan yengishadi. U kichrayib qolgandan keyin Mike uni yuragini yulib oladi va qahramonlarimiz birgalikda uni yuragini ezib tashlaydi. Shu tariqa uni yengishadi va Eddining yoniga borishadi. Lekin juda kech bo'lgandi. Mirshakar bunga ishongisi kelmasa ham boshqalar Pennywise'ni boshpanasi yo'q bo'lishni boshlagani uchun uni ketishga rozi qilishadi. Qandaydir mo'jiza bilan ular chiqishni uddalashadi va xaroboyi ham uyqulab tushadi. Shundan keyin qahramonlarimiz yoshligida cho'milgan joylarida yana cho'milishadi. Eddini yo'qotishganini hali hazm qilish olmaganlarini ko'ramiz. Ular Mirshakarni ko'zoynagini qidirib suv tagiga sho'ng'ib
qo'ng'ishni boshlashadi va Ben bilan Beverli o'pishganlarini ko'ramiz. Bu qiz to'g'ri kelgan bilan o'pishib ketaverar ekan onasini hamsin. Uylariga qaytishda esa qo'llaridagi chandiqlari yo'qolganini ko'rishadi va yonlaridagi oynadan o'zlarining yoshliklarini ko'rishadi. Bu yerdan bir narsani tushundim. Pennywise o'tmishni o'zgartirish uchun ketdi. Chandiqlarning yo'qolishiga sabab shu menimcha. Bill o'zini yangi kitobini boshlaganini va unga Mike qo'ng'iroq qilganini ko'ramiz. Bundan Mike hammaga xat jo'natgani va bu xat qolganlarga xalaqit bermaslik uchun o'yindan chiqqan, ya'ni o'zini o'ldirgan Stenliga tegishli edi. Uni qolganlarga bergan motivatsiyasi davomida Ben bilan Beverly birga bo'lishgani, mirshakar do'sti Eddie bilan yozgan yozuvlarni tiklash uchun kelganini va Mike Derryni tark etganini ko'ramiz. Shu tariqa film tugaydi. Welcome to Derry birinchi qism. U birinchi bo'lim vaqtidan 27 yil oldingi davr, ya'ni 1962-yil Derryga qaytamiz. U yerda kinoteatrdagi oddiy yoshlar va so'rg'ish so'rib o'tirgan bolakay Matthewni ko'ramiz. Uni biletsiz kirganini bilgan nazoratchi uning yoniga keladi va u qochadi. Tashqarida kinoteatr ishchisining qizi Ronni va uning otasi Hankni ko'ramiz. Ronni Matthewni ko'rib tursa ham nazoratchini aldab unga yordam beradi va bolakay u yerdan ketadi. Bolakay katta yo'lda bir o'zi piyoda yo'lga chiqadi va yo'lda mashinalarni to'xtatishga harakat qiladi. Bir mashina to'xtaydi va bu ota-ona, katta qiz va kichik o'g'ildan iborat oila bo'ladi. Bolakay Derrydan ketishni xohlashini aytadi va ular ketishadi. Matthew Derryga qaytishayotganini ko'radi va shundan keyin oila o'zini o'ta vahshiy gaplarini boshlaydi. Похищение, черви, мертвец. Matthew tushib qolishni xohlasa ham unga e'tibor berishmaydi. Keyin chiq degan gapni takrorlay boshlashadi va Matthew haydovchiga xalaqit beraman deb oldinda o'tirgan homilador onaning qornini turtib qo'yadi. Bu esa olqishlar ostida uni tug'ruq jarayonini tezlashtirib yuboradi va u o'tirgan joyda tug'adi. Onasini ham bunaqa g'alati serialni sharhlayman deb o'ylamagandim. Matthew uni uchar maxluq ekanini ko'radi va bundan u Pennywise'ni qarmog'iga ilinganini tushunamiz. Shundan keyin bolakayni va uni so'rg'ichini yo'qotamiz. Stephen King asarlarida ham Pennywise faqat psixologik ta'sir qila olardi. Jismoniy emas, ustiga-ustak mashinani yasay olmasdi. Buni Matthew shu mashinaga minayotgan yerni o'zidayoq xayolot dunyosiga ketdi deb o'ylashimiz mumkin. Ha, aytgancha, birinchi bo'limda biz o'sha mashinani ko'rgandik. 4 oydan keyingi holatga o'tamiz. Bunda Derryga yetib kelgan ikki harbiy Leroy Hanlon va uni do'sti Polly Russo bilan tanishamiz. Leroy Hanlon bu oldingi filmdagi Mike'ning amakisi edi. Bu qandaydir o'xshashlik yoki biz boshqa parallel vaqt tizimidamiz. Ularni kutib olgan harbiy yo'l-yo'lakay bazani tanishtiradi. Derry maktabiga o'tib, u yerda Lily Bembridge bilan tanishamiz. Shu gap, uni hamma Amerika filmlaridagidek masxara qilishadi. Bunga sabab uni otasi bodring tuzadigan zavodda o'lgani. Buni o'z ko'zi bilan ko'rgandan keyin Lilyning psixologiyasi sog'lom emasligi bo'ladi. Uni tarafini dugonasi Merch olganini ko'ramiz. Shu bahona yangi qahramonlarimiz Teddy va Phil bilan ham tanishamiz. Ya'ni oldingi filmlardagidek omadsizlar jamoasini tuzib olamiz. Bunga e'tiborliroq bo'lsak, Teddy oldingi filmdagi Stanleyning otasi ekanini familiyasi, ko'rinishi va yevriyligidan bilib olishimiz mumkin. Keyin harbiylarimizga o'tamiz va ularni jamoasi bilan tanishtirishayotganda bir g'alamis oq tanli o'zidan unvoni baland qora tanlini hurmat qilmaganini ko'ramiz va buni bilib turib shu odamni shu yerda ishlashiga qo'yib bergan rahbariyatga salom alaykum. Shu paytda ularning generali janob Shou keladi va oq tanli g'alamisni joyiga joylab qo'ygandan keyin yana bir qahramonimiz Chris Halloran bilan tanishamiz. Phil va Teddyning yoniga o'tamiz. Ular boshda qo'shni ayolni yechinganini ko'rishga harakat qilishadi. Keyin qandaydir yovuz komikslar yozayotganini ko'ramiz. Keyin ularning do'sti Matthew yo'qolganiga 4 oy bo'lgani. U yo'qolishidan oldin esa ular do'stining yoniga faqatgina onasi shirinlik bergani uchun borishganini bilib olamiz. Keyin vannada yurgan Lilyning yoniga o'tamiz. Uni xotiralari orqali esa Matthew uni bir xarobaga aylangan qal'aga olib borganini bilib olamiz. Ya'ni ular do'st bo'lishgan. Ularning yaqin munosabatdaligini bilganimizdan keyin Lily do'sti so'ragani uchun otasiga nima bo'lganini aytib berishga qaror qiladi. Bunda u ishlaydigan zavodga onasi bilan borishgan. U yerdan chiqishganida Lily bir o'yinchog'ini unutgan va otasi uni olib chiqish uchun kirib ketgan. Ichkarida bir buzilgan stanokda tuzatishga yordamlash vaqtida halok bo'lgan va Lily bunda o'zini ayblashini ko'ramiz. Salyutlarni ko'rgandan keyin Matthew berilib ketadi va Lily uni friend zonaga tiqqanini ko'ramiz. Bundan Matthew xafa bo'lib ketgan. Buni eslab o'tirgan Lilyning yoniga onasi kelib, ertaga otasini qabriga borishlarini aytadi va Lily buni rad qilgandan keyin hali otasi o'lgandan beri uni qabriga bormaganini bilib olamiz. Onasi ketgandan keyin qahramonimiz Beverly kabi teshikdan ovoz eshitishni boshlaydi va bu Matthewning keligini bilgandan keyin uni shu yerdan bir barmoq chiqib qo'rqitadi. Ertasi kuni bu gapni dugonasi Merchga aytadi. Merch bu gaplar g'alati bo'lgani uchun boshqalarga aytmasligini so'raydi va Lily dugonasi uni emas, o'zini obro'sidan qo'rqayotganidan xafa bo'ladi. Miyasini maksimal ishlatib gaplashib kelayotgan Phil bilan Teddyning oldidan Lily chiqadi va ular bilan gaplashib olishni xohlashini aytadi. Соски у мужчин явно не просто так. Природа хочет сказать, что если с женщинами что-то случится, мы сможем кормить детей. Ular Lilyning qal'aga olib chiqib gapini eshitishadi va unga ishongilari kelmaydi. Phil esa Lily eshitgan Matthewning ovozi emasligini mantiqiy tarafdan 100% isbotlab beradi. Для этого Мэтти должен быть жив, и он должен знать точную схему всех трубопроводов в Дерри. Точное время, в которое Лили принесет
принимает душ. И в какую из труб говорить, а потом просунуть свой маленький палец, чтобы помахать им ей. Teddy esa bunga ishonishga harakat qilsa ham Lilliga ishonmasligini aytadi. Harbiy bazada mayor bilan general oilalari va harbiy sohaga qanday qilib kirib kelishgani haqida gaplashishadi. Teddyning oilasini yevrey ekanini ko'ramiz va u otasidan kimdir bir bolani o'g'irlab yer ostida saqlashi mumkinmi deb so'raydi. Otasi esa ular yevrey bo'lishgani uchun fantaziyaga berilmasligini talab qiladi. Ya'ni ota-bobolarini qanday qiynashganini juda yaxshi bilardi. Teddy xonasida yotganida otasining gaplari orqali chiroqda Ed Geinning niqobini ko'radi. Uni qo'rquvi uzoqqa cho'zilmaydi va xonasiga akasi keladi. Не верю, что мы братья. Ertasi kuni Teddy bo'lgan narsalarni Phil bilan Lilliga aytadi. Lilli esa nega bunday bo'layotganini aniqlashni, nimadan boshlashni bilishini aytadi. Ular Derek kutubxonasiga borishadi va u yerda Philni singlisini ham ko'ramiz. Qahramonlarimiz Matthewning yo'qolishi haqidagi maqolani topishadi va bundan uni o'ldi deb hisoblashlarini, uni oxirgi marta ko'rgan odam esa kinoteatr xizmatchisining qizi ekanini bilib olishadi. Ular Ronning yoniga borishadi va bundan bo'lgan ishda uni otasini ayblashga urinishayotganini bilib olamiz. Shuning uchun Ronni ularni haydab soladi. Lekin ular ketishayotganda Philni kanalizatsiyadan eshitgan qo'shig'i haqidagi gapi Ronnini o'ylanishga majbur qiladi va ularni to'xtatadi. Bundan u ham shu ovozlarni eshitganini bilib olamiz va bolalarni umumiy qo'rquv birlashtiradi. Tunda xonasida yolg'iz yotgan mayorga qandaydir niqobli odamlar hujum qilishadi. Uni do'pposlab yangi samolyot haqidagi ma'lumotlarni aytishni so'rashadi va mayor mardlarcha buni rad etadi. Uni yana do'pposlashadi va biri qurol chiqarib otishni aytadi. Eshikni do'sti Pauli taqillatishidan foydalanib, mayor ularga qarshi kurashni boshlaydi va Pauli ham kelib unga yordam beradi. Qurollangan odamlarni qurolsiz qo'rqitishgandan keyin ular ketishadi va ular trevoga qo'zg'ash o'rniga shunchaki o'tirib suhbatlashishga qaror qilishadi. Omadsizlar jamoasiga o'tamiz va Ronni ularni otasidan o'g'irlagan kalit orqali kinoteatrga olib kirib, Matthew aytgan musiqa tanish ekanini aytadi. Ular zalga kirishadi va Ronni o'sha kuni Matthew ko'rgan filmni qo'yib berishni aytadi. Matthewni ignor qilishgani uchun do'stlari yig'lashgandan keyin Ronni filmni qo'yadi. Filmdagi musiqani eslashadi va filmda qo'lda bolakay ko'targan Matthew paydo bo'ladi. Ular buni ko'rib do'stini chaqirishni boshlashadi. Matthew esa bu yerga ular sababli tushib qolganini aytadi va jilmayib qo'ldagi bolakayni ularga jo'natadi. Bu esa qism boshida ko'rgan maxluqcha bo'ladi. Maxluqcha ozroq aylanib berkinadi va film tasmasi kuyadi. Onasini ham sen nega ular shunchaki maxluq kelishini kutishda hayronman. Men oddiy it ko'rsam har ehtimol qochaman. Vaholanki maxluqchamiz hajmi kattalashib maxluqqa aylanadi va bolalarni quvishni boshlaydi. Lili qotib qoladi va maxluq birinchi Teddyga yopishadi. Keyin uni parrak qilib qonni Lilining yuziga sochib tashlaydi. Ronni ham bu dahshatlardan quruq qolmaydi. Lili esa hech bo'lmasa Philni singlisini qutqarishga harakat qiladi, lekin maxluq anoyi bo'lmaydi-yu baribir. Bu paytda Ronni bolg'asi bilan zalga yetib keladi va birgina omon qolib qonga berangan qahramonimiz Lilini topadi. Lili boshqalar o'lganini aytadi va ular birgalikda maxluqdan qochishadi. Tashqariga chiqishganda esa Lilining qo'lida Philni singlisini qo'lini ko'rishadi. Ikkinchi qism Lilli ko'rgan narsalarni qo'rquv bilan uyda uyg'onadi. Teddyning o'limidan keyin esa uni Stenleyning otasi emas, amakisi deb o'ylashimiz ham mumkin. Keyin Hankning kinoteatrda bo'lgan qonli voqeada aybdor hisoblab politsiya kuzatayotganini ko'ramiz. Ularning suhbatidan teatr qonga belangan bo'lsa ham, bolalarning tanalari yo'qligini bilib olamiz. Ichkarida Hank onasi bilan uni qamashlari mumkinligini, bunday bo'lgan taqdirda ham qizini hech kimga bermasligini muhokama qilishayotgandi. Buni eshitib qolgan qizini esa o'tishiga to'g'ri keladi. Это просто разговоры взрослых. Ничего со мной не случится. Все будет хорошо. Mayorning yoniga o'tamiz va uni Derega yetib kelgan oilasi, xotini Charlotte, o'g'li Will bilan ham tanishamiz. Keyin ularga bu yerda qora tanli bo'lishgani uchun g'alati qaraganlarni ko'ramiz. Mayor o'g'liga osmonni kuzatish uchun teleskop sovg'a qiladi. Ularni oddiy oilaviy suhbatidan ham o'tib olamiz. Maktabga yetib kelgan Merjga o'tamiz va u Patsy ismli qizning jamoasiga qo'shilishga harakat qilganini ko'ramiz. Bunda esa ular boshqa bir qizning ustidan kulishayotgandi. Ya'ni bu qizlar har doim boshqalarning ustidan kulib yurishlariga ishora qilishadi. Merj esa ularning jamoasiga qo'shilish uchun o'sha qizning ustidan ularga qo'shilib kuladi. Shu paytda Ronnini ko'rib unga nafrat bilan qarashadi. U esa Lilli bilan gaplashadi. Dars paytida Merj Lilliga qotilning qizi bilan gaplashishi xato ekanini Pettining jamoasi aytayotganini tushuntiradi. Keyin unga birga ovqatlanishni taklif qiladi va aytgan gapi uchun Lilli u bilan birga ovqatlanishni xohlamaydi. Shu paytda yangi kelgan Will darsga kechikib keladi. Uni ham oq tanlilar teskari mehmondorchilik bilan kutib olishadi. Shu yerda Rich bilan ham tanishib o'tamiz. Mayor unga hujum qilgan odamlar SSSR josuslari emas, shunchaki qora tanli odamni do'pposlagisi kelgan millatchilar ekanini bilib oladi. Charlotte shaharni aylanib, aholi shaharda qurayotgan haykalga qarshi ekani va bolalarning ko'chada bezorliklariga hech kim xalaqit bermasligini bilib oladi. Ularga xalaqit berish esa o'zini ham qo'ldan kelmaydi va hamma unga jinniga qaraganini ko'radi. Buni kechqurun eriga aytadi. Mayor bunday narsalarga aralashmaslikni so'raydi. Ularning o'g'li ketgandan keyin Charlotte yo'q joyda muammo qidirishni boshlaydi va mayor shunchaki o'ziga aloqasi bo'lmagan
kutilmagan narsalarga aralashmasdan tinch hayot kechirishni so'raydi. Albatta bu Charlottening qo'ldan kelmaydi va buni hali ko'rib chiqamiz. Bu paytda Roni otasi bilan buvisining gapini eshitib yotgandi va bo'lgan muammolardan o'lgan onasini eslab ko'rpaga ko'miladi. Keyin ko'rpadan chiqa olmay qoladi va chiqqanida u onasini qornidan chiqqanini ko'radi. Onasi esa uni qornidan chiqib uni o'ldirganini aytishni boshlaydi. Ya'ni uni onasi tug'ruq jarayonida o'lganini bilib olamiz. Keyin onasi mahluqqa aylanadi va hali uzilmagan kindik ichagi bilan uni tortishni boshlaydi. U kindikni tishlab uzib bundan qutulishni uddalaydi. Onasi o'rnidan turib u yoniga kelganida esa otasi kirib qoladi va hammasi yo'q bo'ladi. Barda o'tirgan askarlarning suhbatidan keyin u yerga sherif kelganini ko'ramiz. Uning yoniga oddiy aholi kelib, kinoteatrdagi qotillikni qilgan qoravoyni hibsga olishi kerakligini aytib po'pisa qilib ketishadi. Bundan sherif shu yerdagi qora tanli askarlarni ketishni buyuradi. Askarlar bazaga qaytishganda ularni kirishlariga ruxsat olish uchun Dik Halloran ismi yetarli bo'ladi. Спасибо, сэр. Секретная шпионская миссия. O'rmon o'rtasidagi baza qurayotgan harbiylarni shu yerdagi qadimiy aholisi, ya'ni Pennywise haqida biladigan qabila a'zolari kuzatib turganini ko'ramiz. Bu yerda Taniel bilan ham tanishamiz. Paxmel azob berayotgan Halloran yoniga shu yerdagi polkovnik kelib, uni qobiliyatiga ishonmasligini, bu ishni o'zi tezroq tugatishini aytadi. Halloran ular oz qolishganini aytadi. Maktab oshxonasida Lilli dugonasi Merjni ignor qilishni boshlaganini ko'ramiz. Merj esa yangi dugonalarni jirkanch gaplarni eshitishga majbur. Эти бабы просто отвратительные. На вкус как задница директора. Haligi ustidan kulishgan qizam ular bilan aytgancha, Ronni Lillining yoniga kelib bo'lgan narsalarni aytadi. Merj esa dugonalarni kuldirish uchun o'zini dugonasining ustidan kulishdan ham toymayotganini ko'ramiz. Peti esa uni o'zining ustidan kuladi. Ronni Lillini so'roq qilishganda tergovchilarga ekrandan chiqqan maxluq haqida aytmaganini bilib oladi. Bunga sabab esa uni hamma aqldan ozgan deb hisoblashlari edi. Ronni bu otasining hayotini hal qilgani uchun chiday olmaydi va uni olib ketishadi. А ну-ка, юная леди. Keyin Will bilan Rich tanishib olishgani va Richni Merjga ishqi tushganini ko'ramiz. Ularning suhbatini esa tutunli granata buzadi. Опять ты. Charlotte bir do'kon sotuvchisi Rose ismli ayol bilan tanishadi. Jazolash uchun jo'natilgan Will bilan Ronni tanishib olishadi va ularda qandaydir ximiya paydo bo'lganini ko'ramiz. Kim bu bola? Shu paytda Lillini so'roq qilish uchun olib ketishadi. Mayor uni so'roq qilishni boshlaydi va agar bo'lgan ishlarni Hankni bo'yniga qo'ymasa, bunda uni o'zini ayblashlari mumkinligini aytadi. Buning ustiga uni ruhiy kasallar shifoxonasiga yana jo'natishlari mumkinligini aytadi. Shu tariqa Hankni qo'lga olishadi. Ronni esa darhol Lillining yoniga borib nima qilganini so'raydi va uni Lillining onasi haydab boradi. Mayor unga hujum qilib qamoqqa olingan katta leytenantning yoniga boradi va unga hujum qilgan odam boshqa ekanini aytadi. Unga hujum qilingan qurolni ishlata olmasligini isbotlagandan keyin generalning yoniga boradi va o'zi aniqlagan ma'lumotni yetkazadi. General esa buni uni sinovdan o'tkazish uchun uyushtirganini, u sinovdan o'tganini aytib, buni suhbatlashib olishni taklif qiladi. Lilli yolg'iz do'konga yo'l oladi va u yerda yurganida uni orqasidan odamlar g'alati tarzda kuzatib yurganini ko'radi. Unga esa ovozlar eshitilishni boshlaydi. Lilli odamlar va tovushlardan qochib do'stlarini suratlari tushirilgan shirinliklar qatoriga tushib qoladi. Bundan keyin esa tuzlangan bodring bankalari orasida qamalib qoladi. Bir banka ichida otasini bo'linib ketgan boshini ko'radi va bankani sindirib tashlaydi. Keyin boshqa bankalardan uni tana a'zolari paydo bo'ladi va bankalar tushib sinib butun bir 8 oyoq simon tana yig'ilishni boshlaydi. Shundan keyin u o'ziga kelib, bular uni xayolda bo'lganini tushunadi. General mayorga ular Amerika yadroviy urushsiz raqiblarini yengishlari mumkin bo'lgan narsani izlashayotganini aytadi. U qo'rquvdan foydalanadi va atrofini qandaydir narsa bilan o'rab qo'yishgan. Bu narsani topishsa, ularni olish uchun qo'rqmas mayor kerak bo'lardi. Shu paytda ularni nimadir topishganini aytib chaqirishadi. Lillining onasi psixologik kasallar shifoxonasiga tashlaydi. Harbiylar qandaydir mashina va ichidagi harbiylarning jasadlarini topishadi. 3-qism 1908-yil 2 sikl oldingi davrga qaytamiz. U yerda generalning yoshligi va u sirkda aylanib yurganiga guvoh bo'lamiz. Bolakay u yerda bir masxaraboz kiyimda o'tirgan qizaloqni ham ko'radi. Keyin bir odam uni qo'rquvlar xonasiga jo'natadi. U yerda har xil narsalarni ko'rib ozroq yurgach, bir qorong'u xonaga o'tib bir cholning ovozini eshitadi va chol uni o'ziga chorlaydi. Chol gugurt yoqib o'zini asl yuzini ko'rsatgandan keyin bolakay qo'rqib qochadi. Tashqariga chiqqanida otasi unga rogatka olib kelganini ko'radi. Yo'lda ularning mashinasi buziladi va otasi unga suv olib kelishni aytib yarmarkaga jo'natadi. Bolakay u yerda bir qiz bilan do'stlashib, boshqa do'stlar ham orttiradi. Ular bilan o'ynab yurganida o'rmonga kirib qoladi. Shundan keyin uni ko'ziga sirkda qo'rqitgan chol ko'rinishni boshlaydi. Chol uni mahluqqa aylanib quvishni boshlaydi. Mahluq bolakayni quvib yetganida unga yangi do'sti yordam beradi va ular birga qochishadi. Lillining onasi kasalxonadan olib chiqadi va uni ozroq ko'nglini ko'tarib qo'yadi. Если скажешь мне, что видела невозможное, я тебе поверю. Большинство людей, они верят лишь в то, что можно увидеть.
Sherif Hank bilan gaplashishga qaror qiladi va u o'sha kecha qayerda bo'lganini so'raydi. Bundan u o'sha kecha uyda bo'lmagani, lekin u qayerda bo'lganini aytishni xohlamasligini bilib olamiz. Bu paytga kelib maktabda uni qizini ustidan kulish boshlangandi. Ronin yoniga Lilli kelib unga yordam berishni xohlashini aytadi va odamlar faqat ko'rgan narsalarga ishonishlarini aytib, ko'rgan narsalarni suratga tushirishlari kerakligini aytadi. General topilgan mashinadan hech narsa chiqmagandan keyin Halloranni mayor bilan birga vertolyotda jo'natishga qaror qiladi. Vertolyotga chiqishadi va Halloran general bergan qutini ushlab o'tirganini ko'ramiz. Uni ichida esa generalning yoshligidagi rakatkasi bor edi. Halloran uni ushlash orqali pilotlarga manzilni aytib, qandaydir qobiliyatini ishlatishni boshlaydi. Bundan generalning yoshligiga o'tamiz va ular dugonosi bilan maxluqdan qutulishni uddalashadi. Bunda uni o'sha dugonosi biz oldinroq ko'rgan Roz ekanini bilib olamiz. Keyin u Taniyelni xolasi ekanini ko'ramiz. Ularni jamiyatda harbiylar qilayotgan eksperimentlardan noroziligini bilib olganimizdan keyin Roz harbiylar nimaga qarshi kurashishayotganini bilishlari kerakligini aytadi. Bu yoqda Halloran ko'zini yumgan holda pilotlarga javob bermaydi va general ham ularga ortga qaytishga ruxsat bermaydi. Halloran esa xayolot dunyosiga kirib ketishga ulgurgandi. U yerda Pennywise'ning sahnasi va uni ochilganini ko'radi. U yerdan sariq ko'zlar chiqib undan kimligini so'raydi. Keyin u qandaydir qo'rquvlar orqali tepaga qarab jasadlarni ko'radi. Ularning orasidan buvisi kelib ketish kerakligini aytadi. U qochishni boshlaydi va bundan u real hayotda vertolyotning orqasini ochib chiqishga urinayotganini ko'ramiz. Uni mayor to'xtatib qoladi va ular ortga qaytishadi. Kelishgach Halloranning yoniga general kelib hol so'raydi va Pennywise ularni ko'rganini bilib oladi. Halloran sheriklariga yaxshiroq sharoit qilib berishlarini so'ragandan keyin ular Pennywise'ni kuzatishda davom etishsa, qandaydir noxushlik bo'lishini his qilayotganini aytadi. Generalga esa buni farqi yo'qdek. Ris bilan Willdan qizlar fotoapparat plyonkasidan foydalanishda yordam so'rashadi va ular rozi bo'lishadi. Keyin bolalarning suhbatidan Willni Ronniga bo'lgan hissiyotlariga oydinlik kiritamiz. Ладно, но я не влюблен в Ронни. Как скажешь, Ромео. General eski do'sti Rozning yoniga boradi va uni yozgan arizasini ko'rsatadi. Roz do'sti hamma narsani eslab qolganini tushunadi va unga hech qanday sirni ochgisi kelmaydi. Ularning yoshligidagi xayrlashishlari va Rozni do'stiga ragatkasini qaytarib berganini ko'ramiz. Lili do'stlarini oldingi do'stlarini joyiga, ya'ni qal'aga olib boradi. Ular maxluqni qanday chaqirishni o'ylab turishganda, Rishda bir qarindoshidan eshitgan o'lganlarni chaqirish g'oyasi paydo bo'ladi. Halloran mayorning uyiga mehmonga keladi va ular tushlikda suhbatlashadi. Bu yerda qora tanlilarning ularga qilingan nohaqliklari va erining gapiga qarshi gapiradigan ayolni erining do'sti oldida o'zini mardligini ko'rsatganiga guvoh bo'lamiz. Bungacha bolalar qabristonga borib arvohlarni chaqirish marosimini boshlab ulgurishgandi. Mayor do'sti bilan gaplashib vertolyotda nima bo'lganini bilishga harakat qiladi va Halloran mayorga hujum qilishganida umuman qo'rquvni his qilmagani haqida aytadi. Ularning suhbatini Charlotte buzadi. Bolalar Rich aytilishi kerak bo'lgan so'zlarni aytgandan keyin orqasiga o'girilishadi va maxluq paydo bo'lishini kutishni boshlashadi. Rich o'zini yolg'onlardan bezib ketadi va qizlar buni sezib qolishadi. Ronni ketishga qaror qiladi va qizlar ketishadi. Bolalar esa bir-birlarini tushunib, hamma narsani yig'ib ularni ortidan yo'l olishadi. Shu paytda maxluq shu yerda ekanini bilib olamiz. Bolalar darvozaga yaqinlashish o'rniga uzoqlasha boshlashadi va mozorlar ham buzilishni boshlaydi. Ger yorilishni boshlagandan keyin bolalar ajralishadi va ularning ko'zlariga o'zlarining do'stlarining jasadlari ko'rinishni boshlaydi. Lili ko'rgan narsalarni suratga olishni uddalaydi, lekin fotoapparat daraxtga ilinib qoladi. Ronni ham fotoapparatni olib yana bir suratga oladi va u tushib ketgandan keyin Rich uni olib o'tadi. Bu paytda bir qabrga tushib ketgan Will u yerdan chiqib olishni uddalaydi. Rich uni yonidan fotoapparatni tushirib o'tib ketadi va Will uni oladi. Unga bino ichida bir odam ko'ringandan keyin uni yoniga yo'l oladi. Keyin uni qo'rqitgan narsani suratga olishni uddalaydi. Chiqish darvozasiga yetib kelgan do'stlari uni kutishni boshlashadi va Will chiqishni uddalaydi. Shundan keyin bolalar ham ko'rgan narsalariga va albatta dugonalarning gaplariga ham ishonganiga guvoh bo'lamiz. Ular o'zlarining maktabiga yashirincha kirishadi va plyonkalardagi rasmlarni chiqarishni boshlashadi. Ularning rejasi ish beradi va ko'rgan narsalarini, ya'ni do'stlarning jasadlarining suratlarini chiqarishadi. So'ngida Will bino ichida olgan suratni ko'rishadi va bunda bir masxarabozni ko'ramiz. 4-qism. Bolalar o'zlari dalil deb hisoblagan suratlar bilan sherifning yoniga borishadi. Ularda sherif bilan gaplashish shunaqangi oson ekan, lekin hammasi ular o'ylagandek bo'lmaydi va suratdagi jasadlar ko'rinmaydi. Faqatgina so'nggi masxarabozning suratigina ko'rinadi. Bu esa dalil bo'la olmaydi va Lili qilgan ishi uchun yana kasalxonaga tushish xavfida qoladi. Bolalar hali Pennywise'ning maqsadi nima ekanligini bilmaganliklari uchun buni izlashga tushishadi. Derrydan oldin ham shunaqa bo'lganmi yo'qmi bilish uchun Lili onasidan so'ray olmasdi va bunga aniqlik kiritmasa Ronning otasi Shawshankka ketish xavfida edi. Ma'lumot uchun Shawshank qamoqxonasi hayotda mavjud emas va Shawshankdan qochish filmi ham Stephen King romani asosida suratga olingan. Ya'ni biz Stephen King dunyosidamiz. Lili o'zini psixologi Ingridning yoniga boradi va Ingrid unga oldin ham shunaqa bo'lganini aytib beradi. Charlottening yoniga Roz buyurtmalarni yetkazib berish uchun keladi va ular suhbatlashishadi. Charlotte kinoteatrda bo'lgan ishdan keyin farzandidan xavotirda ekanini aytadi va Roz yordam kerak bo'lsa qo'ng'iroq qilishini aytib raqamini beradi. Halloran so'ragandan keyin ularga eski omborni berishadi va ular u yerni tartibga solishni boshlashadi. Dars jarayonidagi qizlarni bir-biriga nigohidan keyin Willning yoniga o'tamiz va uni suratlarini onasi topib olgandi. U onasiga bo'lgan narsalarni yig'lab aytib beradi. Onasi esa darsdan tashqari ko'chaga chiqishni taqiqlaydi. Kechki
Biroq ota-onasi o'g'lini yangi dugonasi haqida aytib, uni uyaltirgandan keyin eri bilan dam olish kunlari aylanishga kelishib oladi. Bu onaga hayronman. O'zi suratlarni ko'rgandan keyin o'g'lini kamida qandaydir maniyak yoki pedofil quvib yurgani ma'lum. Nega buni eriga aytmay o'zi hal qilmoqchi bo'lyapti o'zi? Nimasiga ishonadi o'zi bu tushunarsiz. Ota-o'g'il baliq tutishga tushishadi. Bu o'g'liga yoqmaydi, lekin ozroq suhbat va bir baliq ilingandan keyin hammasi o'zgaradi. Otasi xo'rak olib kelish uchun ketadi va ozgina bo'lsa ham o'g'li qo'rqishni boshlaydi. Uni yoniga bir baliq keladi va u baliqqa qarab turganida bir qo'l kelib uni suvga tortadi. Suv tagida otasining kuygan yuzini ko'radi. Otasi uni eshitib darrov yoniga keladi va uni qutqargandan keyin o'g'li uni yuzi kuygan holda o'zi suvga tortganini aytadi. Otasi esa uni qo'lidagi qonni ko'radi. Biz esa o'sha sevimli qizil sharni ko'rishimiz mumkin. В Дерри что-то есть. Что-то очень плохое. Charlotta nimanidir hal qilmoqchi bo'lib sherifning yoniga boradi va sherif qonun doirasida ish ko'radi. Charlotta Grogonlar oilasiga boradi va uni onasi o'g'li o'sha kecha qayerda bo'lganini o'zi bilmasa, xudo bilishini aytadi. Askarlar yo'q joydan o'zlariga bar yaratib olishadi va tashqariga chiqqan Hallorinda gallyutsinatsiya boshlanadi. Bunda u buvisini ko'radi va u eshikni ochmaslikni buyuradi. Shu paytda uning yoniga mayor keladi va uni to'xtatib, o'g'li bilan bo'lgan voqeani aytib, bu yerda nima borligini so'raydi. Я не знаю. Не знаю, что это за хрень. И не уверен, что хочу знать. Слушай, я делаю то, что мне говорят. Точно как ты. Bolalar qala ustida gaplashishadi va ularni maxluq o'ldirishni o'rniga shunchaki qo'rqitayotganini tushunishadi. Bundan Will qo'rqqanda ulardan qo'rquv gormoni, ya'ni kortizol ajralib chiqishini bilishini, bu esa hayvonlarni o'ljalarini jalb etishini aytadi. Bundan Pennywise ularni yeyishdan oldin go'shtini mazali qilib olishni xohlayotganini tushunishadi. Mana sizga kannibalizm. Ular o'zlaridan qo'rquv gormonini chiqarmaslik uchun Lilli onasini sumkasidan o'g'irlab kelgan tinchlantiruvchi tabletkalardan, katta ehtimol yengil narkotiklardan foydalanishadi. Dars jarayonida shilliq qurtlarni, asosan ko'zlarini ko'rgan Merchda qandaydir qo'rquv paydo bo'ladi. Shundan keyin Pettining gapiga ko'ra Lilli bilan birga ovqatlanishga kelishib oladi. Charlotta politsiya idorasiga boradi va buni erini do'sti Polly ko'radi. U ichkariga kirib Hankning onasidan uni ko'rish uchun ruxsat olib kelganini aytadi. Bu ham kirishga yordam bermagandan keyin bir telefon orqali Martin Luther Kingni chaqira olishini aytib qo'rqitib kirishni uddalaydi. Kirgandan keyin Hankka uni Shawshankdan qutqarib olishini, lekin buning uchun o'sha kecha qayerda bo'lganini aytish kerakligini tushuntiradi. U aytishni xohlamasa ham g'ururga tekib haqiqatni, ya'ni o'sha kecha bir erli oq tanli ayol bilan bo'lganda bilib oladi. Shu davrda bu juda yomon narsa bo'lgan bo'lsa kerak-da, nima deymiz? Generalga kerakli narsani topisha olmayotgani haqida yetkazishadi va u buni topish uchun ularni kuzatayotgan shu yerni aholisini bazaga kiritishni taklif qiladi. Ya'ni ulardan haqiqatni sug'urib olish payida edi. Merch dugonasi bilan gaplashib Pettining rejasiga ko'ra uni bir yigit yoqtirib qolganiga ishontiradi va Lilli o'ziga qarab olish uchun hojatxonaga ketadi. Petti Merchdan hammasi reja bo'yicha ketayotganini bilib olgach, uni Lillini kuzatish uchun jo'natadi. Borgandan keyin Lilli hayajonlanib kabinaga kirib ketadi va Merch o'zini qilgan ishidan afsuslanishni boshlaydi. Buni Lilliga aytmoqchi bo'ladi, lekin birdan ko'zi og'rishni boshlaydi. Ko'ziga qaraganda esa ko'zi shilliq qurtnikidek o'sib chiqa boshlaganini ko'radi. U tashqariga chiqib ketadi va Lilli uni ortidan dorisini olib yordamga yuguradi. Bungacha Merch juda g'alati ko'rsa ham fizika xonasiga kirib ulgurgandi. U ko'zini chopishni boshlaydi va bu foyda bermagandan keyin stanok bilan kesishga tushadi. Ikkisini ham kesib ulgurgach, uni yoniga Lilli keladi va unga qarshilik qilishni boshlaydi. Unga qarshilik qilish harakatini esa sinfga kirib qolgan bolalar teskari tushunishadi. Charlottaning yoniga eri kelib nimalar qilib yurganini so'raydi va erini gapiga ham, o'zini va oilasini xavfsizligiga ham qo'ygani bor ekanini uni yuzidan ko'rishimiz mumkin. Men irqchi emasman-ku, lekin o'zi kelganiga bir hafta bo'lgan yerida o'zi tanimagan odamni nimalar qilganini bilmasdan turib, shunchaki tanasining rangi bir xil bo'lgani uchun unga ishonib xavfsizlikka tupurib ish ko'rish to'g'ri emas menimcha baribir. Ko'rgan qo'rqinchli narsasidan keyin uxlolmagan Will o'z teleskopida ko'chani kuzatishga qaror qiladi. U yerda esa daraxt ortidagi masxarabozga ko'zi tushadi. Otasi uni ovozini eshitadi va darhol nima bo'lganini bilib olgach ko'chaga chiqadi. Видишь, что ты сделала? Кто-то за нами следит. Bundan hech narsa chiqmaydi, lekin u daraxtlar orasida qizil sharni ko'rishni uddalaydi. Ertasi bunga aniqlik kiritish uchun to'g'ri generalning yoniga borib to'g'ri savolni beradi. General esa uni qo'lga olingan Tanielning yoniga olib boradi. Taniel o'zi haqiqatni aytishni xohlamagandan keyin uni Hallorin o'z qobiliyati bilan gapirtirishga majbur bo'ladi. Ya'ni uni miyasiga kirishni boshlaydi. Bu jarayon ikkalasi uchun ham og'riqli bo'ladi. Hallorin ichkariga kirib olgandan keyin o'ziga kerakli eshikni topadi va bundan Tanielga yoshligida Roz xolasi aytib bergan Pennywise'ning tarixini eshitadi. Tarixga ko'ra million yillar oldin yer yuzida odamlar paydo bo'lishidan ham oldin yerga bir yulduz qulagan va unda bir maxluq bo'lgan. Yulduz u maxluqning katagi bo'lgan va odamlar paydo bo'lgach sehrli kuchga ega bo'lgan yulduz parchalaridan ularni o'zlari Galu deb nomlagan maxluqdan asrovchi qurollarni yaratishgan. U yerda ko'p yillar maxluqning hududiga kirmasdan deyarli kelishuvda yashab kelishgan, lekin kelgindilar ularning gapiga qaramay uni hududida ov qilishgan va uni qurboniga aylanib maxluqning yanada kuchayishiga sabab bo'lishgan. Shundan keyin qabila
a'zolari u yerdan ketishga qaror qilishgan va qabila boshlig'ining qizi buni boshqa yo'lni topish, ya'ni ko'proq yulduz bo'laklarini yig'ish uchun yagona qurolni olib yo'lga chiqqan. Buni sezgan onasi qabila jangchilari bilan uni ortidan borgan va hammasi maxluq qurboniga aylangan. Sardorni o'ldirayotganda bunga qizi qarshilik qilib qolgan, lekin allaqachon kech bo'lgandi. Onasini o'limidan keyin qizi jamoasini yig'ib g'orni topishni uddalagan va yulduz bo'laklarini yig'ib kelishgan. Ular maxluqni o'ldirish emas, hududini kichraytirishni reja qilishgan. Ular yer ostiga chuqur qilib 13 ta yulduz bo'lagini ko'mishgan va shundan buyon maxluq shu chegaradan tashqariga chiqa olmasdi. Buni aytib bo'lgandan keyin xayoliga kirgan Halloran yulduz bo'laklarini qayerdaligini so'raydi. U esa oldin biz ko'rgan Pennywise'ni uy ostidagi tunnel orqali borsa topishini aytadi. 5-qism. Halloran o'ziga kiradi va Tanielni og'zi ko'pirib yotganini ko'radi. Ularning yoniga general bilan mayor kiradi va Tanielni lazaretga olib ketishadi. Halloran reja ish berganini aytadi. Bir ko'zidan ayrilgan Merjning yoniga Lilli keladi va Merj ko'zoynagi singan uchun ko'zi kesilgani. Lilli esa unga yordam bermoqchi bo'lganini aytib Lillidan uzr so'raydi. Lilli esa bu voqea yana sodir bo'lsa yolg'iz bo'lmasligini aytadi. Bolalar o'z qalalariga borishadi va u yerda ular ahvolga kelgan Metyuni ko'rishadi. Помогите. General mayorga vaziyatni tushuntiradi va xizmat doirasini kichraytirish uchun yulduz bo'laklarini topishlari kerakligini, buning uchun esa ertaga Polly bilan tunnelga borishlarini aytadi. Mayor esa bu maxluq borligini bilib turib Derriga oilasini olib kelishiga indamay qarab turganidan norozi bo'lib chiqib ketadi. Может, теперь ты привезешь их сюда? Не может, а точно. Простите, сэр. Metyuni bolalar so'roq qilishadi va u maxluq Teodorning miyasini ko'z oldida yeganini, uni singlisini esa qo'lni uzib tashlagandan keyin bir kun yig'lab keyin tinib qolganini, Fil esa tirik ekanini aytadi. Он не говорит и не двигается, но он как-то выжил. Bolalar politsiyaga murojaat qilishni taklif qilishadi, lekin Metyu politsiyaga chiqishsa, uni yana otasining yoniga olib borishlarini, otasining yoniga borganda maxluqning yoniga borishni ma'qul ko'rishini aytadi. Qabila a'zolari sikl yakuni haqida suhbatlashadi va maxluq 25 nafar odamni, asosan yosh bolalarni o'ldirganini aytishadi. Shu paytda Rozga jiyani qo'lga tushganini yetkazishadi. Henkni Shawshankka jo'natish uchun olib chiqishadi va negadir u yerda Charlottani ham ko'ramiz. Yer ishda paytida ularni qandaydir odam kuzatayotgan vaqtda bolasining yonida bo'lish o'rniga shunchaki rangi bir xil bo'lgani uchun hech narsani o'zgartira olmasa ham bir odamning yoniga borgan ayol endi bu. Shu paytda Henkni yo'qolgan bolalarning birini otasi o'ldirishga urinadi, lekin bu ish bermaydi. Charlotte esa to'g'ridan to'g'ri popsa qabul qilib oladi, lekin bu ham unga foyda bermaydi. Henkni olib ketishgandan keyin Charlotte uyga borib Henkni hujjatlari haqida gaplashadi. Shu paytda eri keladi va eshitgan narsalari haqida aytib berishga qaror qiladi. Generalning yoniga Roz boradi va jiyanini so'raydi. General operatsiya tugagandan keyin uni qo'yib yuborishlarini aytadi va u Derrini hech qachon unutmaganini aytib, uni o'sha paytda maxluqdan qutqargani uchun rahmat aytadi. General yoshligida ko'rgan narsasidan keyin Amerikani qanday himoya qilishni tushunganini aytadi. Roz u hech narsani bilmaydi deb o'ylaydi, lekin general Tanieldan bilib olgan ma'lumotlarni aytadi. Shundan keyin Roz unga yordam berishga qaror qiladi, ya'ni jiyaniga o'zlarining himoya qurolini berishni aytadi. Mayor esa oilasini harbiy bazaga olib boradi. Lilli psixologi yoniga borib, bo'lgan narsalarni aytishga qaror qiladi. U yerda uni arvohdek erini ham ko'ramiz. Ingrid unga politsiyaga murojaat qilishlari kerakligini aytadi va Lilli u yerga bormaslikka va'da beradi. Uyda zerikkan Will bazani ko'zdan kechirish uchun ketadi. Charlotte esa Shawshankka ketayotgan avtobus halokatga uchraganini, Henk esa qochganini yangiliklardan bilib oladi. Bu paytda mayorning operatsiyasi boshlanadi. Lilli Merjni do'stlari yoniga olib boradi va ular politsiyaga emas, Philni qutqarishga borishlarini aytadi. Ularning himoyachisi esa onasini tabletka yedi. Lilli ularni nutq orqali birlashtirishni uddalaydi. Kech qolib bo'lsa ham Will ham yetib keladi. Что я пропустил? Лучше тебе не знать. Bazadan qochish ham ishmi endi? Harbiylar Taniel boshchiligida operatsiyani boshlashadi. Ovozlar eshitish Hallorandan boshlanadi. Suvga tushgandan keyin esa ozroq sho'ng'ib bir vannadan chiqadi. U yerda buvisini ko'radi. Vannaga buvasi bir quti bilan kirib keladi. Uni ortidan kelgan ikki harbiy esa maxluq qurboniga aylanishadi. Bolalar esa dori bilan qurollanib Metyuni ortidan tunnelga yo'lga chiqishadi. Harbiylar yana ozroq yurishgandan keyin Taniel ularni chalg'itib qochadi va yo'lda qurolni tushirib qo'yadi. Halloranning yoniga o'tamiz va uni buvasi qo'ldagi qutini ochishni talab qiladi. Bunda esa Halloranning qo'rquvlari yashirilgandi. Halloran oldidagi buvasi emasligini tushungandan keyin qutini haligi odam ochadi va uni miyasida qattiq shovqin boshlanadi. Bolalar dori ta'sirida allaqachon kayf qilishni boshlashgandi. У тебя такая мягкая рука. Нет, они супер-пупер мягкие. Ты говоришь очень странные вещи. Вы что, держитесь за руки? Нет? Да. Metyu ular deyarli yetib kelishganini aytadi. Harbiylarimizda Polly bilan mayor qolgan va ular negadir vahimaga tushishni boshlashgandi. Qo'rquv birinchi mayorda boshlanadi va uni ko'ziga xotini ko'rinadi. U maxluqqa aylangandan keyin otadi.
Shundan keyingina do'stiga oldidan chiqqan har kim yoki narsani otishni buyuradi. Bolalar manzilga yetib kelishganda tupikka kelib qolishganini tushunishadi va jamoadan ajralib qolgan so'nggi harbiyni ovozini eshitishadi. Metyu tepaga chiqadi va bolalarning ko'z oldida suv ostida do'stlarining jasadlari chiqishni boshlaydi. Tepadagi Metyu esa kuylab turba atrofida aylanadi va Pennywise'ga aylanadi. Ya'ni bolalarni do'sti qiyofasida shu yerga boshlab kelganini tushunamiz. Bolalar qochishadi. Lilli yiqilib tushib ortda qolib ketadi. Harbiylar chiqish joyiga endi yetib kelishganda ortadan bolalarning ovozini eshitishadi. Ularning oldidan esa Will chiqadi va Polly u ham Willni ko'rayotganini shipirlaydi. Keyin uni otishidan oldin o'q oldiga o'zini tutadi. Ssenaristlar: filmda dramaturgiya kerak, to'g'ri, lekin bunaqa tupoy darajada emas-da. Polly deb baqirib uni o'g'lini ko'rayotganini aytish yoki qurolni chetga burish imkoni bor edi. Agar Rikoshet xafa bo'lsa hamda, lekin nega u eng tupoy yo'lni tanladi endi? Umuman olganda bizga to'liq ochib berilmagan qahramonimiz shunchaki qahramonlarcha halok bo'ladi. Ichkarida qolgan Lily yo'ldan adashib tupikka kirib qoladi. Uni ortidan esa Pennywise yetib keladi. Uni har xil ko'rinishlar bilan qo'rqitib yoniga yugurib keladi va qotib qoladi. Keyin ortiga qaytadi. Bunga esa shu yerda tushib qolgan Tanielni quroli sabab bo'ladi. Taniel uni tupikda yo'qotmagandi. Shuncha og'ir narsani suv oqimi yetkazib keldi deb qo'yaveramiz endi. Ingrid uydan chiqib mashinasiga minganida orqa o'rindiqda Hankni ko'radi va Hank e'tibor bermay mashinani haydashni buyuradi. U o'rmonga chiqadi va bundan Hankni aynan Ingrid o'ynash ekanini ko'ramiz. Ingrid birga ketishni taklif qiladi, lekin Hank bu xavfli ekani, unga kim yordam bera olishini aytadi. Bu esa o'zimizni Charlotte bo'ladi. Mayordan ko'rsatmalarni olishgandan keyin general uning yoniga kelib savol bermoqchi bo'ladi, lekin mayor bunga rozi bo'lmay oilasini ko'rishni xohlashini aytadi. Keyin Halloran haqida so'raydi va Halloran tunnellardan chiqib olganini ko'ramiz. Chiqqandan keyin yonida Pollyning jasadini yurganini ko'radi va o'zini qo'rquvlar qutisi ochiqligini sezadi. 6-qism Juniper Hill, ya'ni ruhiy kasallar shifoxonasidagi 1935-yildagi vaziyatga o'tamiz. U yerdagi bir qizni qahramonimiz Ingrid olib ketadi va uni yerto'laga olib tushadi. Undan masxaraboz uni shu yerda kutishini so'raganini bilib olgach, qiz sharchani ko'radi. Shar uchib ketgan tarafdan masxaraboz keladi va qizcha qo'rqsa ham Ingrid uni ushlab qoladi. Mayor o'g'lini qilgan ishi, ya'ni do'stini o'limiga sabab bo'lgani uchun ko'yayotganda unga Charlotte aralashadi. Keyin Will katta ketishni boshlaydi, lekin shunga loyig'ini oladi. Shunda ham u jabrdiyda bo'lib qoladi. Faqat men shunday o'ylayapmanmi yoki rostdan ham serialdagi eng fahm farosatli odam bu mayormi? Kommentda yozib qoldiringlar, bo'lmasa men uxlamayman. Yo'q, rostdan ham mayor haqiqiy reja va qurollar bilan borib o'z o'g'lini deb do'stidan ayrildi. O'g'li esa o'zi tanimagan do'stlarini do'sti uchun borib shunchaki tuzoqqa tushdi va qochdi. Aksiga Lilini o'zini yolg'iz tashab, mayli u yosh boladir, lekin hamma narsa ivi bilan-da. Mayli, Willni erkachiliklari bilan davom etamiz va u bazadan chiqqani, butun shaharda esa Hank qidiruvga berilganini ko'ramiz. O'z farzandlarini yo'qotgan odamlar esa unga ovga chiqishgandi. Bu paytda bolalar Lilini qutqargan qurolni ko'rishayotgandi. Ularda hech qanday afsuslanish yoki Lilidan shubhalanish hissi yo'q negadir. Metyudan pand yegan bo'lishsa ham, Lily tunnelga qaytib shu qurol bilan Pennywise'ni o'ldirishni taklif qiladi va Roni bo'lgan ishlardan keyin unga ishongisi kelmaydi. Ularning o'rtasida janjal kelib chiqadi va bunda Roni borini Lilliga aytadi. Lilli esa do'stlarining gapini eshitmasdan ham u yerdan ketadi. Halloran bazaga yetib keladi va unga bir nimani muhokama qilib olishlari kerakligini aytishadi. Roni bilan Will esa murosaga kelib olishadi. Sizni menga boshqacha ta'riflashgandi. Qanaqa? 4 ta qulog'i bor, 4 ta ko'zi bor deyishganmidi? Ularni Charlotte olib ketadi. Halloran'ga Hankni ko'rsatishadi va u bu ish noto'g'ri ekanini aytib turganida uni qizi kelib qoladi. Hozirgina xonasidan chiqmaslikka va'da bergan Hank xonasidan otilib chiqadi va qizi bilan ko'rishadi. Charlotte'ga hayronman, nega qizini darhol yoniga olib bordi? Axir jinoyatchi yo'qolganda shu zahoti oila a'zolarini kuzatishni boshlashadi-yu. Yo bularda unaqa emasmikin? Davom etamiz. Halloran bu ishlarga aralashishni xohlamaydi. Qal'ada Rich bilan Merch yolg'iz qolishadi va Rich Merch bilan suhbatlashib, unga ko'zini qayta bog'lashiga yordam beradi. Keyin ular birga samolyot uchirishadi. Mast holda yotgan Halloran yoniga mayor keladi va Halloran hali ham arvohlarni ko'rishda davom etayotganini ko'ramiz. Mayor so'ragandan keyin Halloran unga haqiqatni aytadi. Ya'ni u yoshligidan arvohlarni ko'rgan va bu o'zida ham shunday qobiliyat bo'lgani uchun u o'zini ko'rishni xohlamagan hamma arvohlarni bir qutiga solib, miyasiga ko'mib qo'yishni aytadi. U shunday qilgan va kecha Pennywise o'sha qutini ochib yuborgandi. Mayor maxluqni topib ishni tugatishlari kerakligini aytadi. Halloran esa agar u arvohlarni qutisini ichiga qaytib sola olmasa, unga nima bo'lishini hech kim qiziqtirmasligini bilgani uchun mayorni unvoniga ham tupurgan holda haydab soladi. Mayor uyga boradi va uni xotini ham o'g'lini urgani uchun miyasini g'ajaydi. Keyin Hankni bazaga olib borganini, ertaga uni shahardan chiqarib yuborgandan keyin o'g'li bilan bu yerdan ketishini aytadi. Erini o'ziga ham, ishiga ham qo'ygani borligini aytadi. Darsdagi Lilini maxluq qo'rqitishda davom etadi. Rich bilan Merch esa tez kelishib ketishadi. Rich Ronining otasining yoniga borishlarini aytadi va dugonasiga bir ko'zli qaroqchi bo'lishiga yordam beradi. Petty undan gap olish uchun keladi va Merch ularni qo'rqitadi. Петти? Маргарет? Я тоже фрик.
Хватит! Bolalar bazaga yetib kelishadi. Lilli esa Ingridning yoniga boradi. Eshikni hech kim ochmagandan keyin o'zi ichkariga kiradi va u yerda uni rasmlar albomini topadi. Albomda esa otasi, ya'ni Pennywise'ning suratini ko'radi. Shu paytda Ingrid kelib qoladi va Lilli bo'lgan ishlarni aytib beradi. Shundan keyingina uni orqasidagi Pennywise'ning haqiqiy suratini ko'radi. Ingrid u otasini ko'rganini tushunadi va quvonishni boshlaydi. Keyin Lilli uni kostyumini ko'radi va ularni shu paytgacha kuzatib yurgan odam u ekanini tushunadi. Ingrid uni otasi Pennywise, ya'ni raqsga tushuvchi masxaraboz nomi bilan sirkda ishlaganini, keyin uni tortib olishganini aytadi va shu orqali oldingi kasalxonadagi vaziyatga o'tamiz. Bunga ko'ra u haligi qizchani Pennywise haqidagi gapini eshitib qolgan. Shundan keyin otasini ko'rish uchun u bilan yerto'laga tushishga qaror qilgan. Pennywise ularning yoniga kelib qizchaga sharigini beradi va ularni quvishni boshlaydi. Eshik yoniga kelishganda Ingrid qizchani yolg'iz qoldirib qo'yadi va eshik berkilib qoladi. Pennywise esa qizchani paqqos tushiradi. Ingrid qo'rqqandan keyin Pennywise uni otasining haqiqiy ko'rinishiga kirib, uni sog'inganini aytadi. Ingrid esa uni gapiga ishonib eshikni ochadi. Shu tariqa u otasini ko'rish va uni ozod qilish uchun qurbonlarni olib borishda davom etgan. Bu gaplarni eshitgan Lilli Ingridga ishonmay qo'yadi va uni qo'lni quroli bilan kesib u yerdan qochadi. Bu yoqda Ronnie otasi xavfsiz joyga yetib olmaguncha uni yonidan ketishdan bosh tortadi. Hank esa qizini do'sti bilan yaqinroqdan tanishishga qaror qiladi. Какой твой любимый фильм? Farzandlarini yo'qotgan aholi Hankni o'zlari izlashni rejalashtirishni boshlashadi va ularning yoniga ishdan bo'shatilgan sherif keladi. Shu orqali ular Hankning qayerdaligini bilib olishadi. Ba'zanda o'zlariga joy topolmayotgan yosh juftliklarimizga o'tamiz va ularning yoniga qaynotasini qoyil qoldirgan Will qo'shiladi. Keyin Rishning cho'ntagida tayoqchasini ko'rib, unga musiqa chalishni taklif qilishadi. U musiqa chalishni, qolganlar raqs tushishni boshlashadi. Merj esa o'zi kompot. Ingrid masxaraboz kiyimida qayergadir otlanadi. Bu paytda barga niqoblardagi qasoskorlar yetib kelishgandi. 7-qism 1908-yil Ingridning otasi Pennywise'ga o'tamiz. U bolalarga qizi yordamida o'z shouni namoyish etadi. Chekkada esa bir bolakay Pennywise'ni bolalar yoqtirishini kuzatib turgandi. Pennywise shoudan keyin qizi ham masxaraboz grimini qilishni o'rganganini ko'radi. Kechki shoudan oldin chekib turganida o'rmon ichidan haligi uni kuzatib turgan bolakay kelib, u bolalarning yoqtirishini aytadi. Keyin ota-onasini topolmayotganini aytadi va u rozi bo'lmagandan keyin o'rmonda shovqin eshitiladi. U bolakay bilan o'rmonga ketadi. Ya'ni maxluq bolalarni o'ziga jalb qilish uchun uni obrazini o'ziga olganini ko'ramiz. Ingridga otasi o'lganini xabar qilishadi. Barga qaytamiz va u yerda niqoblilar kelib Hankni berishsa tinchgina ketishlarini aytishadi. Muammo bo'lishni xohlamagan Hank o'zi chiqadi. Lekin harbiylar ham qurollarni chiqarib qon to'kmasdan oldin ketishni taklif qilishadi. Niqoblilar ketish qaror qilishadi va tashqariga chiqqan zahoti ularni qamab qo'yishadi. Chiroqlarni ham o'chirishadi. Keyin derazalarni sindirib ichkariga o't qo'yishni boshlashadi. Ularni otishga harakat qilganlarni esa otib o'ldirishadi. Bunaqa ham harbiylar bo'ladimi? Yolg'ondan ham berkinib otishga harakat qilishmaydi. Shunday qilib ichkari qandaydir tushunarsiz xaosga aylanadi. Odamlar shunchaki har tarafga yugurishyapti. Quroli borlar qayoqqadir otib, keyin o'lib ketishyapti. Halloran o'liklarni ko'rishda davom etadi va ular orqali bu yerdan chiqish yo'lini topadi. Ketayotganda Ronniening ovozini eshitadi va unga e'tibor bermay ketayotganda oldin shu yerda Pennywise'ga qarshi kurashgan qabila a'zosining arvohini ko'rib, uni chaqiradi. Bu yerda Pennywise ham paydo bo'lganini ko'ramiz. Odamlar hali ham har tarafga yugurishyapti. Ronnie esa hali ham otasini qidiryapti. U esa odam yeyotgan Pennywise'ni ko'rib qochadi. Halloran uni olib ketmoqchi bo'lib turganida Pennywise ularning oldidan chiqib, Halloran'ga arvohlarni ko'rsatadi. Tashqaridagilar hamma o'ldi deb hisoblab u yerdan ketishadi. Hamma qora tanli asosiy qahramonlarimiz yashirin yo'ldan ketishadi. Rich bilan Merjni esa qutqarishning imkoni bo'lmaydi. Rich Merjni sandiqning ichiga kiritadi va o'zi uni qopqog'ida yotadi. Merj bunga qarshilik qiladi, lekin Rich uni birinchi marta ko'rgani haqida aytib beradi. Ular bir-birlarini sevishlarini aytishadi. Tashqaridagilar ketganda Ingridning erini mashinasi yonmay qoladi. Uning yoniga masxaraboz kiyimidagi xotini keladi. Что ты делаешь? Что ты напялила? Это я, Стэнли. Настоящая я. Erini orqasida turgan Pennywise esa uni boshini uzib olib yeyishni boshlaydi. Ingrid bu ishni uni chaqirish uchun qilganini aytishni boshlaydi. Pennywise unga o'zi eshitishni xohlagan gaplarni aytib ovutadi va uxlash kerakligini aytadi. Ingrid uni ketishini xohlamaydi va uni qo'ldan tortadi. Ingrid shundagina u otasi emasligini tushunadi. Pennywise uni qo'rqitishni boshlaydi va so'ngida o'zini haqiqiy ko'rinishini ko'rsatadi. Uyga o't o'chiruvchilar yetib kelishadi va Merjni sandiqdan olib chiqishadi. U esa Rich jon berganini ko'radi. Bolalar ular bilan omon qolgan bir qizni aqldan ozgani, Ingrid ham qanaqasigadir omon qolganini ko'rishadi. Willning ota-onasi yetib keladi va u ularni Halloran qutqarganini aytadi. Ronnie esa otasi o'rmonda ekanini aytadi. Mayor Halloranning yoniga borib, undan vaziyat juda ham yomon ekanini bilib oladi. Ya'ni u arvohlarni boshqaruvni yo'qotganini aytadi. Charlotta bu yerni harbiylar bosgan bo'lsa ham bolalar bilan Hankning yoniga borishga qaror qiladi. Bu yoqda Halloran maxluq uyquga ketganini va ularga kerakli narsani topish uchun
o'zi ko'rayotgan Hinduni ortidan ketishlari kerakligini aytadi. Charlotta kelib Henkga yordam berish kerakligini aytadi va yer uni o'zlarini uyiga olib borishlarini kerakligini aytadi. Qabila a'zolari sikl tugaganini, unda kamida 23 odam, ularning ichidan 17 yosh bola halok bo'lganini gaplashadi va 27 yildan keyin ko'rishlarini aytib xayrlashadi. Увидимся через 27 лет, говнюки. General Hallarni topgan joyga yetib keladi va unga rahmat aytib dam olishga ruxsat beradi. Charlotta hali ham Henkni ko'tadan qolmagan va unga yordam berish uchun u bilan birga o'g'lini uyga tashlab ketadi. Mahluq yashaydigan shaharda bo'lishsa ham unga serialni ko'rish davomida shu ayolni qiladigan ishlardan bezib ketdim to'g'risi. Qizlar bo'lgan ishlar haqida Lilliga aytish uchun borishadi. Undan keyin qal'ani tartibga solish uchun borishadi. Merjisning o'limini hazm qila olmasligi aniq. Harbiylar izlagan narsalarni topishadi va uni ochib ichidagi buyumni olishadi. Keyin mayorga uni Derri markaziga emas, laboratoriyaga o'rganish uchun olib borishlarini aytishadi. Ya'ni mahluq uxlagani uchun u yerni ochiq qoldirish mumkin deb hisoblashadi. Buyumni olib ketishganini Daniel ko'radi. Charlotta yordam so'rab Rozning yoniga boradi va unga chegaradan o'tishga yordam so'rab turganida Daniel keladi. У нас проблема. Laboratoriyada olimlar buyumni eritib ko'rishga qaror qilishadi va jarayonga mayor qurol olib chiqib qarshilik qiladi. Unga boshqalar ham qurol qaratishadi va ularni general to'xtatib, mayorni gaplashib olish uchun chaqiradi. Keyin unga rejasi mahluqni ko'chaga chiqarib yorib, odamlarni qo'rquv orqali boshqarish ekanini aytadi. Menimcha unda reja yo'q edi, shunchaki mahluqni tashqariga chiqarib olmoqchi edi. Mayor bu jarayonga hech qanaqasiga qarshilik qila olmaydi. General esa qilgan ishlardan keyin mayorni shunchaki qo'yib yuboradi. Позаботься о том, чтобы он не ушел с базы. Да, генерал. Eshik ochilganini sezgan Pennywise janoblari esa uyg'onadi. Uni birinchi qurboni uyda yolg'iz qolgan Will bo'ladi va u Willga o'zini sheriklarini ko'rsatadi. 8-qism. Eshiklar ochiladi. Keyingi bekat Derri shaharni tutun qoplashni boshlaydi. Maktabga yetib kelgan Pennywise hammaga darsni bekor qilib, katta sinflarga uyga, qolganlarni esa yig'ilish zaliga chaqiradi. Zalda direktorni qo'g'irchoq qiladi va hammani ko'z oldida uni boshini uzib tashab, o'zini qo'shig'ini kuylab boshlaydi. Keyin shariklarni ko'rsatib, hammani o'z nomiga tortib, o'zini aravasi bilan olib ketadi. Qaladagi qahramonlarimiz vaziyatni ko'rib ko'chaga chiqishadi va qala devorlari bolalarning yo'qolgani haqidagi e'lonlar bilan to'lganini ko'rishadi. Ular bunga aniqlik kiritish uchun maktabga yo'l olishadi. Bu paytda Pennywise o'z o'ljalarini havoga ko'tarib yo'lda davom etayotgandi. Qizlar maktabdagi dahshatni ko'rishadi va Willam yo'qolganiga guvoh bo'lishadi. Pennywise o'zi bilan iz qoldirib ketgandi va ular shu iz ortidan ketishga qaror qilishadi. Transportlari birgina Willik va ishonganlari Lilli topgan qurol bo'ladi. Ular sut sotuvchining mashinasini ko'rishadi va Merjni amakisini mashina haydaganini ko'rgani uchun mashinani qiynalmasdan haydab ketishadi. Juda oson, a? Mayor uyga bog'lana olmagandan keyin Pennywise o'zi unga qayta chiqadi va o'g'li unda ekanini bildiradi. Кто это? Где я? Уилл, я здесь, сынок. Уилл. Уилли вернулся обратно в вагончик. Arvohlardan bezor bo'lib jonidan to'yib ketgan Hallarning yoniga mayor keladi va uni fikridan qaytarishga urinadi. Keyin uni o'g'lini mahluq olib ketganini va uni qutqarishga yordam bersa, unga yordam berish uchun qo'ldan kelgan ishni qilishini aytadi. Если захочешь, я сам выстрелю. Но прошу. Hallarning o'zini o'ldirish qo'ldan kelmagani uchun rozi bo'ladi. Harbiylar vaziyatni ko'rishgandan keyin generalga mayor bilan Hallarning qochib ketganini yetkazishadi. Agar ular shunchalik muhim odam bo'lsa, nega ularni nazoratsiz qoldirishdi o'zi? Qochoqlar Rozning uyiga yetib kelishadi va Charlotta o'g'lini yo'qolganini bilgach, erini koyishni boshlaydi. Ering ishga ketadi, padarlanadi. O'zing o'g'lining nega uyda yolg'iz qoldirib ketding? Ustiga ustak o'g'ling yo'qolganini ham eringdan eshitding. Ha, mayli, ozgina qoldi. Bu qismni ham tugatib olay. Roz ularni oxirgi umidi qizlarning qo'lidagi buyum ekanini. Uni topib daryo yonidagi eski daraxt tagiga ko'mishsa, yana oldinga Pennywise'ni qamaydigan devorlarni berkitishini aytadi. Buning uchun Hallarning kuchidan foydalanishlari kerak edi. Roz esa uni miyasidagi shovqinni yo'qota olishini aytadi. Tabib xonim unga choy damlab beradi. Bu yordam beradi va biz qizlarning yoniga o'tamiz. Ular shoshilib ketishayotganda yamaga tushishadi va daraxtga borib urilishadi. Buyum pastga tushib ketgandan keyin uni qidira boshlashadi va topishganda Lilli unga otilib boshqalarga baqirib tashlaydi. Заткнись, Рони! Хватит! У нас нет времени, надо идти дальше. Hallarning ularni ko'radi va boshqalar bu orqali uni topishlarini tushunib, uni olib yo'lga chiqishadi. Roz buyum qizlarni mahluqdan himoya qilsa ham, ularni aqldan ozdirgudek kuchga ekanligi uchun ularni qo'lda qoldirish xavfli ekanini aytadi. Qizlar ham bu narsani tushunishadi va Lilli qo'ldagi buyum bilan panika qilishni boshlaydi. Keyin ular Lillidan foydalanishganini aytib qochib ketadi. Qizlar uni tutishadi va qo'ldan buyumni olishadi. Shundan keyin Lilli o'ziga keladi. Рон, Мардж, мне так жаль. Uzuklar hukmdoridagidek ular buyumni navbat bilan olib ketishga kelishib turishganda, muzlagan daryo ustida Pennywise o'ljalari bilan ketayotganini ko'rishadi. Chota lokatsiya sal chalkashib ketdi. Qizlar Willni qutqarish uchun yo'l olishadi va ularning ortidan ketayotganlar Hallarning gapidan keyin mahluq allaqachon daryoga yetib borganini bilib olishadi. Ular ulgurmasliklarini tushunishgach, mayor oldingidek Hallarga uni ongiga kirib, uni to'xtatib turishni so'ray boshlaydi. Qizlar navbatda birinchilikni olib uchib ketayotgan Willni topishadi va Pennywise'ning aravasi ham darhol to'xtaydi. U qizlarning yoniga chiqadi va qo'rqitishni boshlaydi. Ular
qurolni ko'rsatishgandan keyin tuman orasiga kirib g'oyib bo'ladi. Tumanni qalinlashtirib, har tarafdan aylanib ularni qo'rqitishga tushadi. Keyin birdan Merjni oyog'idan tortib ketadi. Pennywise Merjga uni o'ldirgan o'g'li Richi haqida aytadi va Merj u nima deyotganini tushunmaydi. Keyin unga biz bilgan o'sha Richining suratini ko'rsatadi va unga vaqtni qanday tasavvur qilishni aytadi. Завтра? Вчера? Для маленького Пеннивайза все одно. Uni endi yeyotganida birdan qotib qoladi va Merj u yerdan qochadi. Merj dugonalarining yoniga boradi va shu paytda havodagi bolalar qulashadi. Yana hech qanday shikastlanishlarsiz. Ular Vilni uyg'otishgach, ularning yoniga otasi jamoa bilan yetib kelishadi. Hamma so'rashib olishgandan keyin bolalarni evakuatsiya qilishni boshlashadi va mayor buyumni Tanielga beradi. Ular birgalikda daraxtning yoniga ketishadi. Lekin daraxtga endi yaqinlashganda ularni otib yiqitishadi. Tanielni bo'ynidan tekkani uchun u jon beradi. Buni ko'rib turgan bolalar yugurishadi va ota-onalar ularni yana olib qolisha olmaydi. Bolalar mayorning yoniga yetib kelishadi va u o'g'liga buyumni berib tuman orqali yashirinib o'tib, uni daraxt tagiga ko'mishsa, Pennywise uyquga ketishini aytadi. General mayorni qo'lga olishni buyuradi va harbiylar yo'lga chiqishadi. Мне страшно. Будь собой. Слышишь? Я люблю тебя. Беги, сынок. Bolalar mayorni motivatsiyasidan keyin yo'lga chiqishadi. General Pennywise'ni qotib qolganini ko'radi. Pennywise'ning miyasiga o'tamiz va uni odamlar Ingridning otasidek qabul qilishayotganini ko'ramiz. U o'zini xudo ekani va dunyolar kushondasi ekanini aytadi. Lekin bu foyda bermaydi. Harbiylar mayorni so'roq qilishayotganda general Pennywise'ning yoniga yo'lladi. Bolalar daraxt yoniga yetib kelishadi va nur sochayotgan buyum ularni ortga tortishni boshlaydi. Ular birlashib buyumni olib borishni boshlashadi. General Pennywise'ning yoniga boradi va unga yordam berishini aytishni boshlaydi. Harbiylar Halloran yotgan mashina yoniga yetib kelishadi va uni uyg'otishni boshlashadi. Shunda Pennywise u illyuziya dunyosida ekanini sezib qoladi va uni ongidan chiqarib tashlaydi. U o'ziga kelganda general u ozod ekanini aytadi. Pennywise ketayotganda uni tanib qoladi va uni qo'rquv nuqtasini eslaydi. Keyin uni o'zini yeydi. Polkovnik generalning yoniga harbiylarni jo'natadi. Pennywise esa qolganlarning yonidan tirjayib, bolalarning yoniga o'tib ketadi. Bolalar hali ham buyum bilan kurashishayotgandi. Polkovnik maxluqni o'ldirishdan bosh tortgandan keyin harbiylarni qurolsiz qo'lga olishadi. Pennywise bolalarning yoniga ketayotganda mayor uni boshini otib yo'qotvoradi va u yiqiladi. Pennywise bosh o'stirib chiqarishni boshlaydi va mayorni o'qi tugagandan keyin unga shariklarni ko'rsatadi. Ana u tovuqmiya xotin esa qo'ldagi qurolni yonidagi odamga berib, erini yoniga yuguradi. Pennywise esa emeklashda davom etadi. Bolalarni buyumni sanchishga kuchi yetmayotgan. Pennywise esa ularni ta'qib qilayotgan bir paytda Halloran bilan Roz orqadan ovoz eshitishadi va qaraganida Hindu o'zi bilan Richni arvohini olib kelganini ko'rishadi. Rich Pennywise bilan ko'rishib, do'stlarining yoniga yordamga o'tadi. Pennywise maxluqqa aylanib uchishni boshlaydi va uni otayotganlarni ham o'qib tugaydi. Bolalar katta intriga va slow motionda buyumni yerga sanchishni uddalashadi. Maxluq uchib ketadi va hamma artefaktlar ishga tushib, maxluq o'zini hamma ko'rinishlarini ko'rsatgan holda uyquga ketadi. Bolalar Richni qo'lni his qilganlarini aytishadi. Rozdan boshqalar uchun happy end bo'ladi. Richni dafn marosimida Merj so'zga chiqadi. Uni qayg'uli gaplari davomida bir nimani aytib o'tmoqchiman. Merj oldingi Richni onasi, lekin birinchi filmda biz ko'rgan onasi esa ikki ko'zli ayol edi. Bu qandaydir xatomi yoki Pennywise menga vaqt ahamiyatsiz deganda o'zi boshqa kelajakni yarata olishini nazarda tutganmidi? Bilganlar izoh qoldiringlar iltimosga. Halloran Richni ota-onasiga o'g'li ular bilan birga ekanini aytadi. Merj Richni samolyotini o'zi o'ylagandek uzoqqa uchganini ko'radi. Aytgancha, u o'g'liga Rich deb ism qo'yishi ham bekorga emas menimcha. Lilli ham otasini qabriga borganini ko'ramiz. Прости, что я редко приходила. У меня появились друзья. Keyin qal'ada Merj bilan gaplashishadi va u Pennywise aytgan kelajagi, o'g'li haqida aytadi. Pennywise o'tmishga o'tishi mumkinligi, ya'ni ularni ota-onasini o'ldirishga harakat qilishi mumkinligini aytadi. Lekin Lilli shu joyda o'rinli javob beradi. Это уже будет не наша битва. Mayorning yoniga Halloran xayrlashish uchun keladi va bizga Halloran aynan The Shining filmidagi qahramon ekaniga oydinlik kiritishadi. Ular xizmat qilgan harbiylar nima bo'ldi? Tanielni o'limi nima bilan tugadi? Nega ularni harbiylarga qarshi chiqishgani uchun hech nima deyishmadi? Roz mayor ketayotganda ular bilan qolib yana maxluqqa qarshi kurashishni, harbiylar yana buyumlarni olishga harakat qilishlarini oldin olishni so'raydi. Ular bunga qarshi chiqishadi va bolalarning yoniga o'tamiz. Roni Vilni ko'zini ochadi va mayor oilasi bilan yo'lga otlanishadi. Lekin Charlotta xonim qolishni xohlab qoladi. Bu ayol qachon nimani xohlashini ham bilmay qoldim to'g'risi. Vil Derridan otasi bilan ketayotgan Roniga xat yozadi. Hank qanaqasiga oqlandi va nega bemalol bu yerdan ketyapti? Bu ham tushunarsiz. Keyin bizga hali bu birinchi bo'lim ekaniga ishora qilishadi. Ruhiy kasallar shifoxonasida o'tirgan Ingridni ham ko'ramiz. Unga otasi yoqtirgan musiqani qo'yib berishadi va u 26 yildan keyin ham shu kasalxonada rasm chizib o'tirganini ko'ramiz. U koridordagi shovqindan tashqariga chiqadi va bir bemor o'zini osib qo'yganini ko'radi. Uni yonida o'tirgan o'g'li bilan nevarasini ko'radi va o'sha nevarasi biz ko'rgan Beverly bo'lib chiqadi. Keyin Ingrid unga Pennywise'ning gapini aytadi.
Те, кто умирают здесь, продолжают жить. Va Pennywise hali ham uni ongini boshqarayotganini tushunishimiz mumkin. E'tibor bilan qarasak, Ingridni qarigan paytini biz oldinroq ham ko'rgandik. U ikkinchi bo'limda Derridagi o'zini eski uyiga qaytib kelgan Beverlyni kutib olgan kampir edi. Shunaqa intriga va umumiy bog'lamlar bilan serial tugaydi. Keyingi mavsumlarni o'tkazib yubormaslik uchun obuna bo'lishni unutmang. Franshiza haqida fikrlar va albatta xato kamchiliklar izohlarda.